qarindoshlaring qo'liga kettirgan. Sen men senga aytdimmi? Bitta ishladi faqat. Anchachasiga aytasan bo'ldi. 20 marta qaytarasan dedim. Qo'ylar o'ynamasa men demayim. Qo'ylar unga o'ynamas ekan. Sen qo'ylar tug'laguniga bording. Sen o'z odam chaqirmaydi o'zi. Qo'ylar tug'laguniga bording. Nimaga bordim o'zim? Qistiram bo'lmadimi? Qanaqa qistirishadi? Yuzimga muz qistirishdi, qo'limga qistirishdi. Endi aytgan bo'lsang, falish aytgan bo'lsang, maydalaganda to'g'risi. Abbos! O ana keldi. Ke. Ya qo'shilsan, tezroq chiqmaydi. Yaxshimisan? Aha. Puling berasiz, mana bor bir lichit qilib kelgan. Mol qani, mol. Mol emas, mana chabli. Tuyoqqa, qo'lga nima qildi? Qo'lga. Ay, menga shuni olib bor bir ko'rgin, ringin-pinganga olib bor, nima qilgan qo'liga? Qurov bo'lgan bu. Tilidan qurov bo'lgan menimcha. Qurov bo'lgan. Yur. Burada nima ishlamasa nima bo'ladi? Qurov. Yur, tiling qurov bo'lgan. Ishir so'ndi. Men sen buni xotiniga qarindoshlaringga jo'natib yubording tekinga? Tekincha izlar. Shuning uchun men sindirmoqchiman buni. Bu hofizni qishloqdan yo'q qilmoqchiman. O'zing chiqmoqchimisan o'rniga? O'zim o'rniga chiqaman, ko'taraman. Qanaqa ashula aytsan? Bayovu ana oshlamay Qaysi? Bayovutda bir qiz bor, yo'llariga mingan tizar o'shida ashula. Ko'piga Davom et. Bitta e'tibor. Bu ishim bor, to'g'ri. Men senga nima? Aka yopildi, bo'ldi aka. Ertaga ko'rishamiz. Uji qarzonlik kelyapti. Telefonni almashtirish kerak, qarzonlar telefon qilyapti. Tolib! Va Tolib! Ha. Ye. Ha. Nima bu birdan jahl qiladi? Sen yaxshimisan? Ish bo'lyapti. Ish bo'lyapti. Silanish ish bo'lyapti. Uni ishi bo'lyapti. Hammani ishi bo'lyapti. Sekin. Ya. Ishlaring yaxshimi? Joyidami? Meniki o'xshamayapti. Meniki yo'q, mana yerlarda qara. Bir narsa qolganim yo'q. Yo, shu qo'limda varaqchani ko'rgandan birdan shunga o'tdi. Yo'q. Hozir yaxshi o'tiruvding-ku. Yo'q. Bo'lmayapti. Yig'im terim mana hammasi kuyib ketdi, qarshi ketgandek. Hammasi kuyib ketdi. Sovuq bo'ldi-da. Ha, endi uni qo'y Tolib. Mana spiskacha turibdi bizda. Xo'sh. Qo'shdi. Xo'sh. Tak, Tolib. Qancha ekan? Mana. 365 ming. Qo'shilganda. Beramiz. 365 qo'shilgan. Uyga bormaysan. Pulni olding, siltading, yo'qsan. Menga ham oson emas. Yo'qsan. Ana turibman. Yo'qsan. Manaman. Yo'qsan debman senga. Pulni olding, yo'qsan. Mana o'zim kelyapman, so'rayapman. Bermayman deysan. Ko'rib turibdi. Beraman. Yig'im terimim bo'lmadi, nima qilay men ham? Yo'q, hay, meni ham xotin bola chaqam bor. Lekin kecha. Olgan narsani qaytarish kerak. Nima kechir? Ali Hofiz. Ha. To'ydan bilasanmi qancha topdi? 1,5 million topdi. Boyagi nimami? Ha? Kalta. Qarzini berganmi? Yo'q. O'zimni oldi 1,5 million so'm ishlar. Aprsey. Kakras mana sanikidan boshladim. Berardim. Yig'im terim dabdala bo'ldi-da. Tong saharda mana bugundan boshladim. Hammani uyiga birma-bir kirib chiqib, bugun ishni bitirishim kerak. Shu ishni boplabsiz. Xotin uyda janjal qilyapti. Bachala och. Bo'ldi. Menga berayotgan kuningni ayt. Beramiz. Kunini ayt, Tolib menga. Kunini ayt. Keyingi bering. Ya o'zi mana keyingi oyga ham bugun mana o'zi 28-29. Ukroplarim o'ssa, shuni sotib sirasiz beraman. Tolib, esingdan chiqmasin. 350 qo'l qo'ygansan. Eshitding? Biz shu yoqdamiz. Ko'chaga ketayotgan joyimiz yo'q, beramiz shu pulni. Bo'ldi. O'xshamadda, bo'lmasa nima qilardik? Hofiz rostdan bu to'yda qistir zo'r bo'ldimi? Qochmani o'zi 1,5 million bo'ldi. Endi qanchaga borgan Xudo biladi. Esingdan chiqmasin. Yo'qolib ketma. Bo'ldi. 365. Bo'ldi. Alo. Qanday? Olib kelur. 10 tonna 1 million 200. Bo'pti, jigarimsan, olib kelmang. Bo'ldi. Unday urmaydi-ku. Bilasanmi nimaga urolmayapsan? Nimaga? Chunki seni badaning sovuqda. Isimagansan. Qo'llaring muzlab yotibdi, tushunyapsanmi? Issiqqa nima qilish kerak endi? Bunaqa tutagani bilan min yerlaring isiydi, lekin qalbing isimaydi-ku. Seni qalbing muzdek o'zi hech qachon isamagan qalbing sen. Onadan ozgina apchiq, isim olaylik. Og'zingni o'chir yuribdim yoqda xotin. Uzildi.
menga qara, bizlar uni mast bo'ladigan darajada molda ichmaymiz-ku. Shunchaki sinish uchun ichamiz-ku. Sen ichasanmi, tilak bildirasanmi, yezib orasan. Bo'pti mayli, tilak bildirmay ichaman. Apchiq ozgina. Menga qara. Sen meni jo'ranmag'ani? Jo'raman, nima? Apchiq ana najdan qiling yo'q-ku. Bozor ketgan xas kelib qoladi-da. Ataylab qo'ygan. Odam shunchalar ham qo'rqaman xotinidan. Shashib qilamiz deyapmiz, bo'ldi, nima deysan? Yaxshimisan? Qandaysan? G'ayrat. G'ani yaxshimisan? Sovib ketdi odam. Ha, mana men ham shuni malonga tushuntirib olmayapman-da. Senlarga vino vodkami meni uyim senlarga? Sen uyingda bor-ku, o'zi nomini o'zgartirsak bo'lar ekan, mayxonada. O'zi ham spirtli ichimlik sotuvchisiga o'xshaydi bu. Menga qarag'ini. Qo'y shuningda. Haqiqatda ergashtorga birot. Kecha boru. Ozgina uraylik. Kecha Saman bilan Kimni qilamiz? mazza qilib 50 qilganmiz. Jumlariz bo'ldi. Mijdindan. Saman borku. Ana matarismi? Vladivostokdan samogon olib kelgan uyga. Kecha men ichdim. Dahshat. Eshitdinglar? Oz boramiz. Uni maqtasang bo'ldi, beradi. Bermaydi. Men bilaman-ku. Gapni eshitgin. Uni maqtasang bor, shashik bilan zur. U ham seni sortingdan. Hozir borasan-da, xotinim chalishim kerak, xotinim xotinimdan turib olar. 2 soat chaqiribganmiz. Zo'rg'a olib chiqqan. Harakat qilamiz, yuringlar, borib olib chiqamiz. Zo'r, juda zo'r. Turinglar. Mana shashik nima bo'ldi? Kelib qilamiz shashik. Zo'r. Yur, borib olib kelaylik, oldi, yur. Yorim cho'g' bo'lib turadi, ichiraylik. Xotin zo'r somsa qilyapmiz. To'xta, ketishga yetadigan qilib issiqlik olaman-da. Cho'g'ni ko'tarib olsa bo'lmaydi. Yo'q, yonib ketadi. Yur. Yur. Sharqroq soydan sho'xroqdir sizing. 2 soat kutamanmi deyman-da endi, ha? Assalomu alaykum. Omoningizmi? Kutib qoldim har doimgidek. Ukamni bilasiz-ku, chalg'itib chiqishim rosa ham qiyin bo'ldi. O'sha ukang bori har doim bizga xalaqit bergan. Shuni dadangga aytib, Rossiyaga ishlashga jo'nataversang nima bo'ladi? Nima qiladi u Rossiyada? Kichkina bo'lsa hali. Bo'ldi, tushundim. Ukangni qo'y. Kel qo'y. Men zo'r yo'lib topdim. Nima? Sovchi yuboryapman, mana uydagilaring san bermayapti. Endi men seni olib qochib ketaman. Voy, jinnimisiz? Mana tog'am, xotinimni olib qochib kelgan. 2 farzandi bor. Qaynotasi, qaynonasi yarashib, zo'r bo'lib yashayapti. Ota-onamni yuziga qanaqa qilib qaraymi? Oldin qanaqa qaragansan? Bundoq qaraganmi? Bo'ldi, o'shanda mana shunday qarab yuraverasan. Siz jinnimisiz? Men sizga ishongandim. Ishongan bo'lsang nimaga menga tegmayapsan? To'xta! Oqbayrani sivitsa oqib ketsin. Ha, yavrum umr yo'ldoshiga ayoq ketsin. Yurishini qara. Tumanda ko'rinmayapti. Bu narsa qo'yilib qo'ygandek. Tumanda hech kim o'zing salom beraverasan. Tumanda qalinligini qara. Birra-birra ko'rib bo'lmaydi. Uy ketyapman deb. Ha, nima deysan? Jaqalibdi shu chaplinni. Zarulday so'ramanlar. Prosta kerakda, bo'sadinglar. Men anaqa deyman. Ha. Bizlarda hurmatimiz bo'lmasa ham, mana oq sochlarimda hurmat yo'qmi deyman. Qara. Shu yoqqa borib Oqqa bo'yaganman. Sezdirmasdan muomala qilib olamiz. Qani ketdik deysiz. Lekin yarashdi. Oyoqni dupillatma. O'g'riga kelmadik, Saman chaqirgan keldik-ku. Nima bunda? Kuchugi bor-ku. Ha, kuchugi yo'q-ku. Samandar. Sekin gapir. Ha! Ye. Nima yaxshimisan? Nima deysizlar? Qanday Yaxshimisan? Bo'la. Yangi yillar bilan. Ha, yaxshisan. O'tin yoqdingmi? Hamma yoqib ketgan. Nimaga? Men qara, bu yoqqa bormidku. Mijdinam, gaplashay. Men qara. Shashlik yemoqchimisan? Shashlikmi? Nima go'shtdan? Moldi go'shtdan. Moldi go'shtdan shashlik. Moldi go'shti. Qanaqa yolg'on gapirma, kekni go'shti-ku. Kekni qilganman. Yo'q, ketdik. Bo'ldi bitta gapda, yaqinroq kel. Ketdik. Ana onani olchiq. Yo'q, undan chiqamayman. Olchiq. Men qara. Go'sht bilan yaxshi ketadi. Shashlik bizlardanmi? Anasi sendan bo'ladi. Olchiq. Bunisi bitta gap. Shu xotin chaqirib turinglar, men olib chiqaman. Bo'ldi, men chaqirib turaylar. Tamam. Men xotin chaqirib turay. Sizlar olib chiqasizlar. Qayerda chalib tursak bo'lmaydi? Yo'q, men o'zim chaqirib turaman. Shu kelgandan
kardirda qayda yashirgan bilmayman o'zim. Eski jedimas buni karatda oldi. Shoqda yo'q. Joy almashib. Sen menga qara, xotining chalg'italasanmi? Agar bo'lmasa men o'zim chalg'itaman. Yo'q, men o'zim chalg'itaman. Bor chalg'itdim. Parol bor-ku. Shobra qayerda desa bul kiramiz. Bul. Shobra qayerda desin, tushunding? Bul. Onasi chiqsabchilikka farqi yaxshi. Buni xotini lekin ancha-munchaga chalg'imaydi. Sen qayerdan bilasan buni? Chalg'imasdi. Men bir marta chalg'itganman. Sen menga boshqa kiymagin, tushundingmi? Nimaga? Meni ham xotinim chalg'itib qo'ysam-chi. Yo'q, jinnimisan? Qayoqqa ketdi? Xotin. Ha. Onasi, nima qilyapsan? Menga ber. Menga ber, onasi. Nima bo'lyapti? Esingdami? Menga ber, menga. Qo'lingizni oling. Shobra! Shu akhiratdimi? Yo'q, shobra demadi, eshitaylik. Onasi, menga qara. Men gapni Yo'q, esimda yo'q. Nima bo'lyapti? Biz uchrashganmiz, esingdami? Men nima qilasan? Nimani boshladingiz endi? Shobra! Dadasi, tinchlikmi? Yana nimani boshladingiz? Yo'q, Shobra. Ana endi aytdi. Ketishdim. Shobra! Eshitdik. Siz nimanidir boshlagansiz? Esingdami? Menga qara, esingdami? Shobra! Nima qilolmasingiz yo'qmi? Orqamdan. Qayerga qo'ysa? Daraxtni maskrubga qilyapti. Shobra! Shamol qo'ysammi? O'taymi? Tushundim. Yo'q. Nima qilib? Bilmayman, shunaqa turaqi kinolar. Ha? Garang orqamdan yur. Jinnimi bular? Nima? Yurmaysanmi? O'g'il kiryapsiz. Shobra! Romantik qilmoqchiman. Biradurasiz? Romantik, tushunsanmi? Shobra! Olmasingiz yo'qmi deyman? Yo nimadirni boshladingizmi? Meni bir xo'rlagan yetadi. Men o'zimni o'zim bilmoq qo'ymayman aytmay. Yo'q, tavba. Padaku. Cuma padam blek. Hei. Padaku. Padaku. Shuni aytmaysan boqma. Yetdim-ku boytadi. Sabra. Chalg'ib tur. Bir chiqib ketam. Отпечатки палец qolmasin, aralashib. Nima qildi? Отпечатки пальца o'chirib. Aha, bola qizlar qolmasin. Bola qizlar. Bolchika. Ya bilganni qilaman. Bilgan. Ya qilaman. Ya, bo'lmay keting. Tavba qildim. Oliya! Chaplin hofiz. To'ymi? Bo'ldi, olyapmiz to'y. Bo'ldi. Gaplashaverik. Gaplashaverik. Bemalol. Gaplashganim yo'qman men. Ha? Prosta mana qishloqdagilar meni bilsin. Chaplin to'yi ko'p ekan, band ekan, to'y olyapti ekan, qulog'idan tili uzilmayapti ekan deysiz. Ha, shunaqa demaysizmi? Bir iltimos bilan keldim. Ha. Bormasangiz bo'lmaydi. Qayga? Xullas orqa darvoza bor-ku. Garajda orqa taraf. Shiypon. Ha. O'sha yerda qizi bilan uchrashuv romantik kecha bo'ladi. Romantik kecha. Romantik uchrashuv. O'sha yerda borsiz. Har xil qo'shiqlar aytib Amerikada bo'ladi-yu, Amerikada. Bunaqa skripkalar katta. Qizlarga kelishlariga gullar ilib. Ha, o'shanday. Omero. Mer shunaqa. Xuddi mana shunaqa qilib, yo'q.
Ja unchalik qila olmaymiz, lekin o'shani qishloq variantini qilib beraman. U qizimni rom qilish kerak. Nafaqat men qizimni rom qilish kerak? Ha, rom qilish kerak. Men nafaqat rom qilaman. Eshik qilaman, deraza qilaman, stol qilaman, patolog qilaman. Chaplin, unaqa emas. Qizimni jalb qilish kerak, jalb. Musiqa sadosi ostida meni romantikamni bilsin, sevsin. Qizingni jalb qilish kerak, bo'ldi. Menga qo'yib bersen, prosta biz kelishasak bo'ldi. Menda o'z 3 ta qo'shig'im bor. Qanaqa qo'shiq? Turkcha, o'zbekcha. Mayli sencha hindchani qilib beraman. Iltimos, hindchani aytib ber. Hindchani uchicha qimmatroqda. Qancha desang beraman. Iltimos, beraman senga. Men senlar o'z mashinanglarga ishim tushgani mayli. Mayli sen 80 ming ber, men qilib beraman. Bo'ldi. 80 ming o'sha yerda kelgandan keyin beraman. Bo'ldi, men soat 9 da Shipandar orqasida ko'rishamiz. Uzr, lekin bitta gapni gapirib, sizlab kelib, endi sansirlab kelaman. Endi sansirayman, pul olamiz. Xo'p, Hikmatdagan 9 da boraman. Bo'ldi. Kelishdik. Bo'ldi. Kutaman, ha. Romantik kechani men senga ko'rsataman hali. Yolg'onchi gapirsizlar. Mana oldu. Men nonda oldim. Bu uzumdikimi, qovundikimi? Nima farqi bor? Nima farqi bor? Menga doktor uzumdikini ichindiki. Doktor senga nima ichmadi? 1 2 3 4 5 10. Nima qilib? 1 2 3 4 5 10. Nima sanayapsan? To'xtab turinglar. 1 2 3 4. Alo. Piyolanjani aytyaptimi? Ha, mana ekan. Piyolam, tiraktaga qo'yadi. Paxta gulimga qo'yibsan. Zakisga chiqib, zakisga chiq. Dumba tushirdik-ku. Urma, zakisga chiq. Nima qiladi? Men uyga oldim shunga. Qachon keladi endi bular, ha? Qachon keladi? Chaplin tinchmi? Tinchmi? Ha, olib kelyapman. Ha, massaga. Kirishim bilan boshlaysan. Bos. Mana endi davramizga guldiroz qarsaginglar ostida 2 oy nagib qilamiz. Marhamat. To'y xona-yu to'ylaringiz muborak. Yarashdi to'ylaringiz. Chaplin. To'y emas. Ha, romantikni deb kelishdik-ku bo'ya. Romantiknimi? 3 ta qo'shiq deding. Aytaman deding. Bo'ldi, tushundim men. Bo'ldi. Qaytinglar. Boshqatdan qilgan bo'ldi. Xo'p. Haydi. Kelamiz. Bo'ldi. Hay o'lan. Jon o'lan. Chaplin. Romantikni qo'shiq so'radim. Mana shu romantikni bor boshqatdan keyin boshqatdan aytaman. Bizni to'yimiz emas-ku. Romantika qilib ber dedim-ku men senga. Ota-onasi rozi bo'lish kerak, qiz jalb bo'lish kerak. Qani? Sevgi der ekan, sevgini yer ekan, dilga mehring ber. Hofizmi? Sunnat keldi. Men senlarni ko'zingga ko'rsatib qo'yaman konsert qo'ygani. Pulni ber beqa. Boshlaymizmi? O'tishda Oltoyni qarash, yerda to'm bor. Nimali bu? Shuni qara. Men qaranglar. Pichoq oldilaringmi? Yo'q. Nimaga pichoq olishimiz kerak? Nonni nima bilan kiysam, bunday kultur-multur qilib o'tirmaymizmi? Qachondan bir kultur qilib o'tiradigan bo'lib qoldi? Men postoyanli kultur o'tiraman. Shashma. Mana dumbalar bilan olaman. Qanaqa dumba? Piyasku. Dumba desang, jobrini ko'tarib. Men. Zindan qalam. Sinan. Menga qara. Hadim non yurmag'in. Yegan keldingmi, ichgan keldingmi? Zakska-ku bu. Mayli, men bir gapni aytib qo'ying. Mana va nihoyat yig'ildik do'stlar. Men qalbimdagi eng ezgu tilaklarimni sizlarga aytmoqchiman. Shashmag'in, men tilaksiz icholmayman, bilasan-ku? Appa. Men ajoyib bir to'rtlikni aytmoqchiman. Prichop to'rtlik ichaylik. Hozir men tilaksiz icholmayman, bilasizlar-ku? Do'stlar ko'p u davrada ko'ngildagi ayol yo'q. May ham ko'pdir davrada. Afsus Umar Hayyam yo'q deydi. Qarang. Shoir bu so'zlarda nima demoqchi? Munoga qo'y munonga ham. Sen nima tilaksiz ichasan? Tilak bildirib ichaylik. Soqot ketimda, soqot ketim. Tushib seni. Men seni yaxshi ko'raman. Mana ol, sen uchun bitta tilak aytay. Eng yomon o'tirishimiz shu bo'lsin. Eng yomon o'tirishimiz shu bo'lsin. Shuni oling. Qani? Bitta tilak qilay. Ezvording tilaking bilan borku. Mana shu piyolarni urishtirganda chirsillagan ovoz chiqyapti. Shuni ichaylik.
bitta tilak qilay. Piyoz yeb qo'ymalang, faqat hidlaymiz. Qale, Yeb qo'yma. Mana shu piyola bilan urishsin. Qum shekilli qani nima? Baklashkami? Piyola bilan urishsin. Lekin odam bilan urushmasin. Biz do'stligimizni ko'z tegmas. Bu yangisi oxirgacha eshitgan, oxir yomon dahshat. Sekraychilar. Garchi mag'rur bo'lsa ham piyolaga egilar chaynat deydi. Ana bak ana. Biroq Tuyda bir shahar deb aytadi-ku. Nima edi? Shu borku mendan o'rgangan. Umuman aytganda borku. Mana qaranglar, qanday chiroyli qishlog'imiz bor. Mana suvlarni qaranglar. Suvlarni bo'yida o'tirib, bitta tilak qilaylik. Yoshligimda bak-ku. Yoshligimda. Mana suvda bak-ku, suvda. Bitta kalla o'tib, ayoldan chiqayin. Bu men gap. Kelinglar bo'lmasa navbatdagi qadoqni samandar shu suvdan chiqib, tushib naryoqdan chiqishim. Spor o'ynaymiz. Suzishni bilmaysan. Spor o'ynaymiz. O'zimni bos. Baqirma. Kelinglar do'stlar, spor o'ynaymiz. Gara o'ynamaslik uchun cheylik. Yaxshi fikr. Demak, men bir narsani aytaman, hech qachon bir-birimizdan ayrilmaylik. Mana samandar sovuqda ham shu suvga tushaman deyapti. Men tushib bilaman. Bu tushadi bu. Bu murjda bu. Qo'lingdan kelinglar shu qadoqni murjlar uchun chaylik. Murj nima edi? Men borkim, men ishonmaysan? Bitta tilak qiling. Aytolmadi, suzishni bilmaysan. Kelinglar bo'lmasa bu qadoqni suzishni bilmaydiganlar uchun ham chaylik. Bitta narsa qilak. Bitta narsa qilak. Tilak aytmasdan shuni bugun ichaylik, tilak aytmaylik yaxshi. To'g'ri. Kelinglar, umuman tilak aytmasdan ichadiganlar uchun tilak qiling. Mana shunaqa odamlar bor hayotda. Tilak umuman o'zingni bos-e. O'zing bos. Qo'rqmanglar. Kelinglar, mana shunday hayotda bor-ku, tilak qilmasdan ichadigan odamlar uchun. 10 tonna olib kel bugun bo'pti. Bo'pti. Uzun qilmasin kerak. Analar keladi. Bo'ldi. Bo'pti, uka, bo'pti mayli. Boy, qanday? Bo'ldi mayli. Ishlaringiz yaxshimi? Boy degan nomingiz bor. Tolib aka, uyat bu daftarga. Qarzlaringiz daftarga tursa uyi. Qishloqda kimdir boyib ketsa, siraz uyiga kelasanlar, a? Yo'q, gazdan ishlayotgan gazdan pulingizni so'rab kelyapmiz. Gaz bu, gaz. Mana gaz olgan ekansiz. Qarzingiz bor ekan. Gaz qachon olibmiz biz? Gaz yozib qo'ygan. Aka mana 240 ming deb yozib qo'ygan. Boy deb yozib qo'ygan. Aka, uyat boy bo'lib turib, uyat. Shillar haqni qo'yishni bilasan. Lekin hali gaz ko'rmadik-ku. Yonyapti, olib kelib beryapmiz oyma-oy. Har oyda vaqtida. Oling. Aka, Tolib aka. Gaz ko'rmadik, men ol bu. Sanang. Ishonmaymiz. Yerdan topsang sanama. Tolib boy aka. O'chir, mana uni o'chir. O'chir. O'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'yamiz. Qolmadi. Bo'pti, sog' bo'lasiz. Mana akam uydamikin? Bor, rossa puli ko'p qanini ham. Bor, o'tinglar. Mana akani uyga o'taylik. Borlar. Yurchi, o'taylik. Mana akani gaz kesina ishqiba keyin. Odam bo'lmaysan sen. Qo'lasanglar bak, garoy nima bak, asal cho'mil beraman. Mana bitta narsa bilinglarda. Og'risin tugatib qo'ygan. Senlar ko'tarilmaysan. Nimaga men mana trezviyman? qo'yapsiz, piyozni hidlanglar, zakska. Sama. Nimaga yeysan, nima qilamiz? Kelinglar, mana shu piyoz bilan borib, do'stlar bilan aql yashaydigan do'stlar uchun chaylik. Ezvardish do'stlaring bilan borib, ayqiri. Bormidi yana? Bajriya bitta bor edi. Bo'ldi. Men buni xotin chalg'itaman. Sizlar shuni kirib ikkinchisini olib chiqasiz. Yaxshi ko'r. Ne? Xotin chalg'itma. Ketdik. Sekin tish qilamiz. Xotiningga telefon qilasan, xotining serial ko'ramiz desa, xotiniga men xotinimga telefon qilmayman. Shunday qilamiz, iltimos. Xotiningga telefon qilasan, Samani xotin chaqirsin, biz olib chiqamiz. Yotaveradi. Yiqilib ketmas, ish qilib. Oldin ham yotgan. Kim? Oz kelamiz. Tushasanmi? Tush sen. Tushsan. Cho'milaman deyapti. To'g'ri, bro, bilmasdi. Qo'lasanglar bak, garoy nima bak, asal cho'mil beraman.
Mana bitta narsa bilinglar-da. Og'risini tugatib qo'ygan. Senlar ko'tarilmaysan. Nimaga men mana trez Yeb yeyman? qo'yapti. Ha. Piyozni hidlanglar, zakska. Saman. Nimaga yeysan? Nima qilamiz? Kelinglar mana shu piyoz bilan boru do'stlar bilan aql yashaydigan do'stlar uchun Ezvardish do'stlaring bilan boru, mana qara. Bormidi yana? Bashirga bitta bor edi. Bo'ldi. Men buni xotin chalg'itaman. Sizlar shuni kirib ikkinchisini olib Bu chiqasiz. yaxshi ko'r. Ne? Qildingizmi? Ketdik ya. Sekin bitish qilamiz. Xotiningga telefon qilasan, xotining serial ko'ramiz desa xotiniga Men xotinimga telefon qilmayman. Shunday qilamiz, iltimos. Xotiningga telefon qilasan, Samarni xotin chaqirsin, biz olib chiqamiz. Ey, yotaveradi. Yiqilib ketmas ish qilib. Oldin ham yotgan. Kim? Oz kelamiz. Tushasanmi? Tush sen. Yalaningizdan. Tushsan. Cho'milaman deyapti. To'g'ri, bro, bilmas. Na pul topdim, na uylandim. Bu azoblar qachon tugar ekan, ha? Hamma ish o'zimga qolib ketmani. Ovqat ham qilishim kerak. Xotin yo'q. O'tin yorishim jonga tegdi. Qarzi bor. O, Mashrab aka. Ha? Oy, Mashrab aka. Kellaring. Mashrab aka. Mashrab aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kalla qo'yishga bo'la bormi? Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Nimaga? Biz shu desangiz gaz pulni yig'ib beribmiz. Hop, mana bu yerda ozgina qarzingiz bor ekan, mana o'shaning uchun keldik. Mana Mashrab boy. Mashrab boy. Mashrab 150 qaralar. 160 qarzingiz. Gazni biz ko'rganimiz yo'q shu kungacha. Sanlar eshittirlar. Na o'zing kelding, na gaz balon olib kelding. Ana yerda gaz zapravkadan hech bo'lmasa gaz balon olib kelasanlarmi yo'q? Ha? Endi ishlatib unaqa demang-da, akagina uyat bo'ladi. 3 oy bo'ldi olib kelmaganlaringga. To'xta. Har oyda olib kelib beryapmiz-ku gazni. Bo'ldi, senlarni tushundim. Ekalang gazaviksan, ha? Ana o'sha. Qani bir o'tin yorchi, ko'raylikchi. Ana. Gaz bilan o'tinning farqi bormi yo'q? Qani biz ertaga kech o'tin yorib ovqat qilamiz, faqat pechga yoqishimiz kerak. Shumi? Endi aka biz uyingizga olib kelib bergan gazni pulini so'rayapmiz mana. Mashrab boy 156 ming shu sizni qarzingiz-da aka endi. Gaz balonni olib kelib berganman. Ey, 3 oy bo'ldi gaz balon olib kelganingga. Qaytarib aravasida olib ketdik-ku mana bu. Olib ketganmiz. O'tin diyor. Mayli Mashrabjon, o'tin diyor. Keyin berarsiz qarzingizni. O'tin diyor. Xijolat bo'lmasam keyin kelamiz. Tiryoqali. Mayli Mashrab aka. Bundan undirish qiyin. Ko'rgildim. Mana shu ketmonda o'tin yoraman endi, mana. Sallarni qarayu. Mana. Tamam. Qo'yaq ketdi. Rangi ochroq ekanmi? So'moq. Saman. Olak, o'tiringlar. So'moq, qani o'tir. Ha? Teshik. Voy Saman. Voy Saman. Sirdaryo buncha bag'ri kirdaryo Saman cho'kib ketdi. Men senlarga aytdim, shu tushmasin dedim, senlar tushirding. Sen o'zing aytding, tushirmaysan. Voy Saman. Samanni xotirlab 50 o'chir ovozingni. Voy Saman. Bo'ldi. Hammang qamalasalar. Men bo'lmaganman bu yoqda. Men umuman yo'q edim bu yoqda. Yur, yordam chaqiraylik g'ali. Fodalasın. Voy Saman, ola shapkasi ko'rmayapsan, shapkasi turibdi, ola suvda. Saman! Voy Saman! Xotini endi kim chalg'itadi? Saman. Saman. Fodalaslar chaqiring. Saman. Saman. Ey, Saman. Voy Saman! Voy Saman. Saman. Yo'q. Assalomu alaykum. Qandaysan, Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sonlaring yaxshimi? Zo'r, o'zingizchi? Ha, o'tiribmiz-da mana sekin. Ateş. 1 minuti 1000 so'm. 1 minuti 1000 so'm. 2 minutga Toshkentga olib bering. Sekretarlik universiteti ochilibdi-ku. Ha. O'sha yerga. Ha. Alo. Birinchi kalima.
Alo. Da, assalomu alaykum. Ha. Shu sekretarlikka o'qishga kirmoqchi edim. Ha. Yoshim? Ichida. 18 da yoshim. Ha. O'sha o'qishni tugatgandan keyin, diplom olganimdan keyin oylik olamanmi? Ha. Hay. Bo'ldi. Rahmat, xo'p. Kontraktni nech pulligini bilasizmi? Nech pul ekan? 7 million. 7 million? Butun qishloqda yarmini sotish kerak kontraktga. Katta odam bo'lib ketar ekansan o'qishda. Ha, bo'ydan bo'lmasa ham lavozimdan shu. Endi dadamga bitta o'lang Rossiyaga. Alo. Irkutsk. Ha. Birinchi kabina. Birinchi kabina. Alo. Ha, dada, assalomu alaykum. Yaxshi. Ishlayapman-da o'sha firma. Qarang, o'qishga kirmoqchi edim. 7 million deyapti kontraktini. Xo'p. Ha, nima bo'ldi? Keyingi yil o'qiysan dedilar. Ha, ko'rdingmi? Mayli, pulini keyingi safar. Yana yozaymi? Ha, yozib qo'ying. Rahmat katta. Mayli. Qachon katta odam bo'lasizlar, qachon meni qarzimni uzasiz. Saman! Ey, Saman! Allah qamga aytinglar. Minna! Halvaya, Samandan qoldi. Cho'kib ketdi. Saman cho'kib ketdi. Bodalarga xabar beringlar. Bodalarga xabar Qoldi. Nima deysiz? O'sha yomon bo'ldi deng. Saman? Saman cho'kib ketdi. Sunat. Ha, Saman berib qo'yibmiz. Hay, Saman! O'zimizda Saman cho'kib ketibdi ko'lda. Rostdan Tashab cho'kib ketibdi. Daryogami? O'ldi, yo'q, Saman yo'q endi. Voy Saman! Rostdanmi? Yo'q endi, topaylar. Yur, hammaga qarzini kim to'laydi uni? Qarzingni o'ylaysan, odam o'ldiryapti tushmoqqa. Mana shundan tarix qilsammikan, ne qilsammikan? Mana shundan Chaqiring, yaxshimisan? Ha, yaxshimisan? Mashina ishlar, tuzingmisan? Eshitdingmi? Ha, eshitdim. Saman cho'kib ketib o'libdi. Ha, shunday bo'lib qoldi endi. O'shanga g'amginmisan? Ha. U cho'kib ketgan bo'lsa, sen tiriksan-ku, montajni qachon qilib berasan? Ko'glingga montaj siqqanni qara. Joyida tinch yotmaydi aytib qo'y. Men senlarning ahdidan ham so'rab olaman. Mana shundan toryasanmikan? Ne yesasanmikan? Sen yana poylayapsanmi? Ha, assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Poylagicha o'tgin. Vatanimizlar kelyapti. Samanlar cho'kib ketdi, ustozim. Saman aka cho'kib ketdi. Men balki armiyada ham cho'mlaydim qishda. O'zi mizga aytsam, yoz kun cho'mil bo'lmaydi. Qishda cho'milsang sur bo'ladi. Ichaylik. Shunday. Bu mollarni nima kalba sexiga boqyapsiz buni? Kalbasa so'yishgami? Mayli. Ha. Xormaylar, assalomu alaykum. Eshitdinglarmi? Saman aka cho'kib ketibdi. Men qara. Ha. Senga kim haq berdi aka bilan ikamizni oromimizni buzishga? Ha, cho'kib ketibdi Saman aka. Cho'kkan bo'lsa, balki tabiatning qonuni cho'kadi, suzadi. Vadalas chaqir. Menga nima deysan? Boray o'sha yoqqa boray. Aka, hayotdan qiziqda, qarang, birov cho'kib, birov yo'qolib, qarang-da. Shuni aytaman. Hayot qiziq bo'lib ketyapti aka. Shu iltimos bu aka. Shapkangizni bering, iltimos. Ha, ol. Boshim soqatib ketdi. Yomon soqat. Qara, men qaranglar. Hech kim vahima qilmasin. Men o'zim borki kelinga sekin tushuntiraman. Nima deb chaqiraman? Saman deb chaqiramanmi? Samanchi kelin deb chaqiraman. Hormonlar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Eshitdingmi? Men Toshkentda gaplashdim, eshitdim. G'ovoslar, vadalaslar bugun kelyapti. Просто kech qolyapti, yo'li tugarak. Ular tumanga ularga sen tayinlagin, ola orqasiga kislorod balonni olsin. Kislorod balonni bunday qilib taqaqi. Sizga bitta maslahat.
Mana undan tor yasasam bo'ladimi yo ne yasasam bo'ladimi? Buni menga berib turganda bunda nayam yasamaysan, toram yasamaysan. Bunda seni yasaymiz. Odammassan, tushundingmi? Sen meni o'lgan gaplarga gapingni qara. Ey, vahima qilmanglar. Kelinga bor-ku. Men o'zim chiroyli qilib vahima qilmasdan tushuntiraman. To'xtanglar, men tushuntiray. Men birinchi o'qiganman. Sen tushuntira olmaysan. To'g'ri joydan o'qib qolyapti. Sen chalg'itib qo'yasan. Yaxshilab tushuntirish kerak unga. Jim tur. Jim men qara. Men yosh kelinni qo'rqitib. Men qara. Bo'pti, men chalg'itib turaman, sen tushuntirasan. ichaylik. Badalazlar ham sekin kelyapti. Saman aka cho'kib ketibdi. Men bunday okam bilan ikkamiz o'ramiz. Bizga kim haq berdi senga? Og'zingni yop. Chalib chiqib, menga nima deysan? Hey, niye qarang? Birov cho'ksa bizdan nima aybimiz bor? Biz unga biror nima yomonlik qilyapmizmi? Aka, indamasdan o'timizni, ishimizni qilib o'tiramiz, to'g'rimi? Lekin mana qizil molingiz bor-ku. Qizil molingiz juda yaxshi boqilgan ekan. To'g'ri. Vadalazlar ham, uchastkavoylar ham tumanda sekin kelyapti. Niye qara? Ha. Bor uyga bor. Xo'p. Xotinim bor, yangang bor-ku. Xotinim amakisini o'g'li Vadalaz. Ha. Borasan. Samandar degan bola cho'kib ketdi deysan. Qaysi qishloqdan o'zi u? Nari mahalladan. O'shanday Samandar meni ayt yordam beradi. Chop. Pochcham aytdi-da. Xo'p. Pochcham hurmat bormi-de? Bo'ldi. Shu yordam beradi. Chop bor. Shunday. Aka, xotin urug'da borki, meni hurmatim juda kuchli. Juda kuchli akajonim. Menga qarang. Bak, xotin urug' borki, juda borki, shedri. O shuni qaytamiga boramiz. Haq beradi. Bo'ldi. Biri zaksga ham yo'qda. Indamang. Buni men joyini bilaman-da. Buni joyini bilaman. Endi to'g'risini aytaymi? Ko'zingizni yumib turing, iltimos. Ko'zingizni yumib turing. Mana. Ko'zingizni yumib turing. Tushuning meni. Hozir kelaman, bo'l. Bo'l ochiring. Menga qarang. Nonni qo'ymang beri, kuchlayib ketadi. Ketib yuring. Aka, menga qarang. Chaqir. Kelin. Saman. Kelin. Saman. Nima? Darvozasini ko'rsam Saman esimga tushadi. Buni aytilmaymiz. Lekin o'zing Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Saman akam qayerda? Ana. Haligani Shu darvozalardan chiqib kelardi. Endi kelin gap bunday bizlar ana uyda o'tirib gaplashib keyin ana Tavuklarda cho'milishni yaxshi ko'rardi. Do'rayam uyda o'tirganimizda keyin bir payt uyingizda anu kepkalari o'ziga yarashib turardi. Kelimizdan xafa Kim haqida gapiryapsizlar? Tinchlikmi? Samoa cho'kib ketdi. Hey, men ham bu davrada ko'ngildagi ayol yo'q. Tananana do'stlar bu davrada afsus Umar hayol yo'q. Shu cho'kib ketdi. Eriga cho'kib olib qoldi. Nima deyapsiz? Aqlingiz joyidami? Nimaga yolg'on gapirasiz? To'g'risini ayting. Aqlingiz bormi? Tushunmadim. Usta erkak. Men darozam oldida yana meni xotinim bilan Erim qani? Sizdan so'rayapman. Erim qani? Uyingizdan xalla solib chiquvdik. Ha, nima bilyapsiz? Adasi. Seni bilan chalg'itmadimi? Hazilinglar qursin. Alkashlar. Ha, nima bilyapsiz? Nima meni mast qilib daryo labiga tashlab ketdi? Maqsadinglar nima edi? Biz xotiningda Bizga do'stlik qilib musallas olib chiqmay uydan. Yaqinlashma. Meni musallas olib chiqmay uydan. Ichmaylik deb yaxshilik olib kelmasdan Xotin! Xotin! Xo'sh, nima gaplar? Rais bu assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom ber. Va alaykum assalom. Rais bu shu desangiz, endi qishloqda hamma meni taniydi. Sunnat bank desa, hammani quloq qimillab qoladi. Ha? Bilaman. Endi shu desangiz rais bu o'zidan qolar gap yo'q. Bu qishloqda g'aniga ham berdim. Samanboyvachchaga ham berdim. Endi bilasiz rais bu poyezd bilan beraman. Endi shu desangiz uyda pul qolmabdi. Mana shu keliniz shu ertalabdan quloq maynamni vak qilib
Yegani. Mazginmi, lazgi tutashadi. Gapir. Rais buva, men bularga necha marta aytdim, uydan pulni olib chiqib bermen dedim. Men sizga aytdimmi? Bermen dedimmi sizga, to'g'rimi? Endi rais bu, ayollarni bilasiz-ku. Endi rais bu men o'zim uchun qilganim yo'q. Mana shu xotin bola chaqa uchun rais bu, bo'lmasa menga ham zarurmi? Boraman choyxonaga o'rtoqlarim bilan karta-parta osh-posh yeb o'tiramiz. Shular uchun qilganman rais bu, Shunchalik qilayotgan ekan u. Uyda bolalar och rais buva, uyda bir so'm puli yo'q. Rais bu och deydi, bu bor-ku. Qayndan borki qayndan. Xo'sh. Undan ham beradi, moydan ham beradi, go'shtdan ham berib yoradi. Hamma narsani, uydagi hamma narsani berib yoradi. Qo'ying dadasi. Men ko'rganman ko'zim bilan. Hamma pulni foizga berib yo'q qildilar hamma pulni. Sen onangga bergansan, tushundingmi? Onamga bermadim. Tozayam. Mani xonamni boshingga ko'tarmalaring. Xo'p bo'ladi rais bu. Xo'p. Bunda o'yda kelishib olsa bo'lmaydimi shu gapni? Rais bu men tushuntirdim, quloq solmadi. Yuring rais buning oldiga dedi. Bu bolaga nasiba yig'ayotgan ekan u bu bechara ham u. Rais bu pulni aborot qilyapman. Muncha pulni muncha qilyapman. Bu ko'rdi biladimi rais bu? Sen aborot qilaman deb aborot qilmagin. Bunga ham berib qo'yding 3-4 so'm. Xo'p bo'ladi rais. Bir so'm puli yo'q uyda. Bolalarim och. Tema xotinga. Rais buva uyda ham mana shunaqa uradilar meni. Yana bir marta ursang, qo'lingni sindirmasam, rais bo'lmayman bu yerda. Shu qo'limnimi? Aka, qaysi qo'limda pul sanayman? Bunisidan? Chap qo'ling bilan ushlab, bunday bilan sanaysan. Bo'ldi, rais bu, hazillashaman. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat. Hech urush yo'q. Rais bu, siz nima desangiz shu. Xo'p. O'shanga nima qilay rais bu? Maslahat bering o'zi. Kelin boshcha. Siz xotirjam bo'ling. Siz chiqib turavering, men bunga tushuntirib qo'yaman. Rahmat rais. Boravering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Chiqib turur. Uyga ketavermasa men o'zim boraman. Yo'q, shu yerda turaman. Boravering. Endi menga qara. Sen janjalli boshi bo'lmagan o'yingda. Ayol kishi hamchi qo'liga 3-4 so'm berib qo'ysang, xotirjam yuradi o'yingda. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi rais bu. Mayli, foizi bilan beryapsanmi, vagoni bilan beryapsanmi, u seni ishing. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi rais bu. Shu gap. Menga qara. O'zimizning gap. Xo'p. Foizsiz. Xo'p. 5000 berib turamisanmi menga? Rais bu. Men qaytaraman men. O'zi biluvdim shu kirgandan rais bo'lim bir maqsadi bor, yaxshi gapiryapti deb o'zi biluvdim. Yo'q, endi bizda ham yaxshilik kunlar ko'pdi. Yonimizda 3-4 so'm tursa, teshib chiqmaydi-yu. Teshib chiqmaydi rais. Men bu pulni qaytaraman. Foizsiz bo'lsa bo'ldi. Rais bu. Bir marta foizsiz ham ish qilib ko'r. Mayli, foizsiz beraman. Faqat hech kim eshitmasin, hech kim bilmasin. Bo'ldi. Yo. Ayting, men qaytaman endi. Bo'pti, foizsiz. Alloh akbar. Hammasidan olish kerak. Qarzini olish kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayoqqa ketyapsiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Shohruh, qara. Insof bilan-da endi. Qara. Qachon olgansan? Qara. Men sizlardan gaz olganman. Mana yozganmi Shohruz deb? Yo'q, adashtiribsiz. Men sizlarni birinchi marta ko'rib turibman. Yozganman. Qara, yozganman. Xo'p, beraman. Qachon berasan? Yaqin kunlarda. Aniqmi? Oylik olayman. Bizga ham oson emas, oylik ola olmay o'tiribmiz. Anig'i kerak bizga, anig'i kerak. Lekin men buncha gaz olmaganman, yolg'on gapirmanglar. Mana shu hammasi seniki Shohruz, 140 ming. Mana shu saniki hammasi. 140 ming? 140 ming. Birim buncha gaz yoqmaganman. O'zingiz ayting. Qara. Mana 40 ming o'tgan oydagisi. Xo'p, unda oldingisi mana ular ekan. Xo'p, beraman. Qachon berasan? Ozgincha kutinglar. Aniq. Biz ham kutdik-ku sizlarning gaz bilan kelishini. Gaz beryapmiz, aniq. 40 kunda degan bo'lsa bir 30 kunlarda-da. Aniqmi? Aniq. Ofisda bo'laman. Bo'ldi, faqat aldam. Bo'pti, 5 ta oldik, qaralik. Aldam. G'anakani ko'rdingmi? Bo'pti. Uyda. Uyda. Operatsiya. Mana shu tarafdan nima yuribdilar? Alo, Irkutskmi? Doniyorga ulang, Doniyorga. Bazaga. Alo. Doniyor, qandaysan? Sog'liging yaxshimi? Sen qachon kelasan? Ketganingga 2 yil bo'ldi. Irkutskdaman deysan, bazadan deysan, shofyorlik qilyapman deysan. Uydagilaring mendan $200 qarz olib ketgan.
Xotining senga qilaman deb bor-ku. Gaplashaverib qarz bo'lib ketgan. Ha, meni o'zim pasportimga jo'natgin. Sen o'zing qachon qaytasan? Bu mashinani olding zilda qachon olasan? Tezlashtir. Pasportimga shunday 200 ming qo'ying tez. Katya-patya qilmay. Xo'p. Sinfdoshlaring salom deyapti senga. Xo'p, konec sviazi. Хорошо. Ha, mana bittasini xudo xolasa qutuldik. Mana Sunnatboy. Sunnatboy. Uydamikini ish qilib, ha. Sunnat aka. Sunnatboy. Voy. Assalomu Muzika. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qandaysiz aka? Shu baravar yonyaptimi aka? Yonyapti. Bo'y baravar bu. Ko'z tegmasin. Nima gap? Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Siz qanday? Rahmat aka. Yuryaptimi? Yuryapti aka. Ha, yuraversin. Shunda siz ham obro'li odamsiz. Sunnatbank degan hamma biladi. Sunnatbank uyatda qarang. Yozib qo'yibdi mana yerga qarzingizni. Mana sizniki bor ekan. Endi birinchidan bundayda. Qanday? Yo'q narsaga men pul bermayman. Endi ishlatib turib unaqa demang. Yo, rostanda hay. Ishlab tursa ekan pul beraman. Endi yozib qo'ygansizlar, sizlar u hisob-kitob qiladi va programmaga qaraysizlar, boyagi nima edi? Shochga qaraysizlar, shapar etib yozib kelasizlar bu yerga. Qarzing bor, qarzingni ber, qarzingga to'ladi. Endi yarashmaydi. Sizga ham besh ketmadimi? Taksi yuruvdingiz, menga qo'shilib olgansiz qarang. Shuncha daromadda bekorchilikdan. Ozgina 5 so'm bo'lib turadi. Shu sizga ham bir zapravka qilib bergan yuribsiz-da. Endi shunaqa. Buni qarang. Pulni qarang. Ancha pul yig'ib qo'ydik. Hech qancha yig'ilgani yo'q. Qanday gaz balon olib kelay? Men qarang, bitta plan bor. Kam. Nech pul? Qani pulni chiqar. Hammasi shu. Cho'ntagingdan chiqar. Cho'ntagimda boshqa narsa yo'q. Uxlatmagin lekin. Yo'q. Hammasi shu. Qani o'zim yo'q menda. Shu pulingni. Ha. Bir oyga bersang. Ha. Ko'paytirib beraman. Qanchaga beraman? 50 ming bersang 60 ming qilib qaytaraman. 60 ming kam, 80 ming. Ha, 65 bo'lar. 70 qilindi, mayli. Yo, 70 qoplamaydi. 70 qoplamaydi, yo'q. Bir oydan sal o'tib bersa 75 mi? Bo'ladimi? Shuni bitib qoladi-da meni. 1,5 oyda 70 qilib beraman. 1,5 oy. 70. Ber. Sanab ber, nech pul bor orada? Ha, sanayman. Bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Как раз mana 60 ming. Menda ham bor mana. Senda qancha bor? Yaxshi. Aha. Bo'ldi, senikini 70 qilib qaytaraman. Nech pul? 25 ming. Senikini 35 qilib qaytaraman. 35 ming. Faqat 1,5 oyda qaytaraman. Oshib ketmaydi bir oyda. Yo'q, oshib ketmaydi. Aha. Yo'q, telefon qilib, kimgadir gap tarqatib, ergash-pergashga aytib, bunaydi demaylar. Qachon berasiz qarzingizni? Uni, mana buni foizdan rashid qilamiz. Bo'ldi. Mana ish boshladik-ki nasib bo'lsa. Yaqinda market ham ochamiz. Qayerdan ochamiz? Mana Saman toliblar bilan, mana nimada? Sentrda idoradan ochamiz, ha. Buni bo'ldi, 1,5 oyda. 1,5 oyda. Boyagi yedan o'tdimmi? Ha. Bo'pti. Mayli, Sunnatboy, xabarlashamiz. 1,5 oyda. Mana. Tozalab supuring. Supuromagu, onajonisi. Ne qolib ketyapti-ku anitda. Voy supuring bo'lmasa-edi. Ish buyurasiz. Tozalab supuring deyapman sizga. Qarang, orqalaringizda qolib ketyapti. Ko'p gapirmasdan supuring tozalab. Mana supuryapman. Baqirmaydi, iltimos. Hayratchi. Assalomu alaykum. Nima qilasiz, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, adajonisi, xo'p bo'ladi. Sunnatboy. Hayratboy. Nima qilyaptir? Ovqatga qara. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Hayratboy. Yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Ay. Kelin, ayol kishi supurish bilmaydi, supurish o'rgatyapman. Ha, mashq qilyapsizlar. Ha, yaxshi. Qanday bo'laversa o'tirishga. Ha, men o'ylayman, kelin sizni shappa qo'lga olibdimi? Yo'q. Kelinmi? Chang qo'yaman, basharasiga qarab. Qo'yib tashlaysiz. Ha, qo'yib tashlayman. Qattan meni qo'lga olib. Yelkangga o'tib olganman desam-da. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Men qarang.
bu Ergashtikidan qaytyapman. Hop. Samanni ko'rdim, Tolibni ko'rdim, Hofizni ko'rdim. Endi hammasini qarzi bor-ku, Sunnat bank degan nomimiz chiqqan. Bilaman. Hammaga qarz berasiz endi. Qo'shni bu tinchlikmi? Nimaga chiqmayapsiz? Qatga. Ya, biznikiga hal qilay Sunnat bank degan nomimiz bor. Tug'ilgan kun nimadir bo'lyaptim. Yig'im gap yig'ilmoqmi? Yo'q. Pul oldi berdi qilmaysizmi siz? Sizga pul berishim kerak? Yo'q. Qaytib qarzim berganman-ku. Qarzni bergansiz. Bilaman. Men xavotirga tushib, sizdan xol-ahvol so'ragani chiqyapman. Ab qo'shni G'ayrat nimaga chiqmayapti, pul so'ramayapti deb. Pul. Pul sizga kerak. Menga pul kerak emas-e? Rostdan. Nima qilaman pulni? Siz endi o'tkasalar bir rol dedi. Endi hozir firma ochganmiz-ku. Ishlar yurib ketib qoldi. Senga pul kerak emas. G'ayratboy, o'chirib qo'yganmiz-ku. Bilaman. Berdim, qaytarib berdingiz. Shu men oldimga pul so'rab o'chirdi. Kelmay endi shartda pul tushgan berib qo'ygan. O'zingiz tinchmi? Yaxshi. Odam har xil xayolga boradi-da. Meni kasal yarmi, mendan pul olsa. Ayyo. To'g'ri aytsam hozir pul kerak emas. Mabodo. Kerak bo'lmaydi-yu, kerak yo'q bo'lsa, o'shanda shaharga borib kelinni akasi bor, tushunib turaman. Kelinni akasi. Xudo taraf. Bilasiz endi. Alo. Ichkuyamiz yo'q. Ya, sekir. Endi shunga xijolatchilik. Shu aytdim, o'zingiz bu supurishlar mashq emasdimi deyman. O'rgatyapman-da. Endi G'ayratboy, если что, mobodo aytib qo'yish bizda ish. Chiqasiz. Yordam kerak bo'lsa chiqasiz. Yordam kerak. Sizga yaqin bilishchilik, tanishchilik foizini kamaytirib beraman. Kerak bo'lib qolsa. Mabodo. Kerak bo'lib qolsa, yana ham telefonlashamiz. Hop. Chiqinglar. Bo'l, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Onasi, akangga telefon qil, menga bir 300 ming so'm pul berib tursa, shaharga chiqarib yuborsa, borib olib kelaman. Alo, Irkutskmi? Doniyorga ulang, Doniyorga. Bazaga. Alo. Doniyor, qandaysan? Sog'liging yaxshimi? Sen qachon kelasan? Ketganingga 2 yil bo'ldi. Irkutskdaman deysan, bazadan deysan, shofyorlik qilyapman deysan. Uydagilaring mendan $200 qarz olib ketgan. Xotining senga qilaman deb bor-ku. Gaplashaverib qarz olib ketgan. Meni o'zim pasportimga jo'natgan. Sen o'zing qachon qaytasan? Bu mashinani olding zilda qachon olasan? Tezlashtir. Pasportimga shunday 200 ming qilib yuboring, tez. Katya qilmay. Xo'p. Sinfdoshlaring salom deyapti senga. Xo'p, konец связи. Хорошо. Mana bittasini xudo xolasa qutuldik. Mana. Sunnatboy. Uydami keladi? Ish qilib, ha. Sunnatboy. Sunnatboy. Voy. Assalomu Muzika. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qandaysiz aka? Shu baravar yonyaptimi gaz? Yonyapti. Bo'y baravar bu. Ko'z tegmasin. Nima gap? Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Siz qanday? Rahmat aka. Yuryaptimi? Yuryapti aka. Yuraversin. Shunda siz ham obro'li odamsiz. Sunnat bank degan hamma biladi. Bank bu yerda, Sunnat bank bu yerda qarang. Yozib qo'yibdi mana yerga qarzingizni. Mana sizniki bor ekan. Bu yerda. Endi birinchidan bundayda. Qanday? Yo'q narsaga men pul bermayman. Endi ishlatib turib unaqa demang. Yo'q, rostanda qay. Ishlab tursa ekan pul beraman. Endi yozib qo'ygansizlar, sizlar u hisob-kitob qiladi va programmaga qaraysizlar, boyagi nima edi? Shochga qaraysizlar, shapar etib yozib kelasizlar bu yerga. Qarzing bor, qarzingni ber, qarzingni to'ladi. Endi yarashmaydi. Sizga ham besh ketmadimi? Taksi yuruvdingiz, menga qo'shilib olgansiz qarang. Shuncha daromadda bekorchilikdan. Ozgina 5 so'm bo'lib turadi. Shu sizga bir zapravka qilib bergan yuribsiz-da. Endi shunaqa. Buni qarang. Pulni qarang. Ancha pul yig'ib qo'ydik. Hech qancha yig'ilgani yo'q. Qanday gaz balon olib keladi? Men qarang, bitta plan bor. Kam. Nech pul?
Qani pulni chiqar. Hammasi shu, hammasi shu. Cho'ntagingdan chiqar. Cho'ntagimda boshqa narsa yo'q. Uxlatmagin lekin. Yo'q. Hammasi shu, hammasi shu. Qani o'zim qudratdan yo'q menda. Pulingni Shu pulingni. Ha. Bir oyga bersang, ha, ko'paytirib beraman. Qanchaga berasan? 50 ming bersang 60 ming qilib qaytaraman. 60 ming kam, 80 ming. Ha 65 bo'lar. 70 qil unda, mayli. Yo 70 qoplamaydi, 70 qoplamaydi, yo'q. Bir oydan sal o'tib bersa 75 mi? Bo'ladimi? Shuni o'tib qoladi-da meni. 1,5 oyda 70 qilib beraman. 1,5 oy. 70. Ber. Sanab ber, nech pul bor orada? Ha, sanayman bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Как раз mana 60. Menda ham bor mana. Senda qancha bor? Yaxshi. Aha. Bo'ldi, sanikini 70 qilib qaytaraman. Nech pul? 25 ming. Sanikini 35 qilib qaytaraman. 35 ming. Faqat 1,5 oyda qaytaraman. Oshib ketmaydi bir oyda. Yo, oshib ketmaydi. Aha. Yoki telefon qilib, kimgadir gap tarqatib, ergash-pergashga aytib, bunaydi demaylar. Bo'ldi. Qachon berasiz qarzingizni? Uni, mana buni foizdan rashat qilamiz. Bo'ldi. Mana ish boshladikki nasib bo'lsa. Yaqinda market ham ochamiz. Qayerdan ochamiz? Mana Saman toliblar bilan, mana nimada? Sentrda. Sentrda idaradan ochamiz, ha. Buni bo'ldi, 1,5 oyda. 1,5 oyda. Ye. Boyagi yedan o'tdimmi? Ha. Bo'pti. Mayli, Sunnatboy, xabarlashamiz. 1,5 oyda. Mana. Tozalab supuring. Supuraman-ku, onajonisi. Ne qolib ketyapti-ku anitda. Voy supring bo'lmasa, ish buyurasiz, ish buyurasiz. Tozalab supuring deyapman sizga. Qarang, orqalaringizda qolib ketyapti. Ko'p gapirmasdan supuring tozalab. Mana supuraman. Baqirmang iltimos. G'ayratchi. Assalomu alaykum. Majaqas supuradi, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, adajonisi, xo'p bo'ladi. Sunnatboy. G'ayratboy. Nari qilyaptir? Ovqatga qara. Xo'p bo'ladi. Xo'p. G'ayratboy. Yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Ay. Kelin, ayol kishi supurish bilmaydi, supurish o'rgatyapman. Ha, mashq qilyapsizlar. Ha, yaxshi. Qanday bo'laman o'tirishga? Ha, men o'ylayman, kelin sizni shappa qo'lga olibdilar. Kelin chang qo'yaman, mashinasiga qarab. Qo'yib tashlaysiz. Ha, qo'yib tashlayman. Qattan meni qo'lga olib. Yelkangga o'tib olganman desam-da. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Men qarang. Bu ergashlikdan qaytyapman. Hop. Samanni ko'rdim, Olibni ko'rdim, Hofizni ko'rdim. Endi hammasini qarzi bor-ku, Sunnat bank degan nomimiz chiqqan. Ha, bilaman. Hammaga qarz berasiz endi. Qo'shni bu tinchlikmi? Nimaga chiqmayapsiz? Qatga? Ya, biznikiga hal qilay, Sunnat bank degan nomimiz bor. Tug'ilgan kun nimadir bo'lyapti. Yig'im gap yig'ilmoqmi? Yo'q. Pul olib oldi berdi qilmaysizmi siz, ey? Sizga pul berishim kerak? Yo'q. Qaytib qarzim berganman-ku. Qarzni bergansiz. Bilaman. Men xavotirga tushib, sizdan hol-ahvol so'ragani chiqyapman. Qo'shni G'ayrat nimaga chiqmayapti, pul so'ramayapti deb. Pul. Pul sizga kerak. Menga pul kerak emas, Rostdan. Nima qilaman pulni? Siz endi o'tgan safar bir rol dedi. Endi hozir firma ochganmiz-ku. Ishlar yurib ketib qoldi. Menga pul kerak emas. G'ayratboy, o'chirib qo'yganmizmi? Ha, bilaman. Berdim, qaytarib berdingiz. Shu men oldimga pul so'rab o'chirdi. Kelmay endi shartda pul tushgan berib qo'ygan. Ha. O'zingiz tinchmi? Yaxshi. Odam har xil xayolga boradi-da. Ha, men endi kasalxonaga yarmi, ha. Mendan pul olsa. Ayyo. To'g'ri aytsam, hozir pul kerak emas. Mabodo. Kerak bo'lmaydi-yu, kerak bo'lsa, o'shanda ham shaharga borib, kelinni akasi bor, o'shani olib turaman. Ha, kelinni akasi. Xudo taraf. Ha. Bilasiz endi. Alo. Ichki yo'miz. Ya, sekir. Endi shunga xijolatchilik. Shu aytdim, o'zingiz bu supurishlar mashqmas edimi deyman. O'rgatyapman-da. Endi G'ayratboy, yeslicho, mobodo aytib qo'yish bizda ish. Chiqasiz. Yordam kerak bo'lsa chiqasiz. Yordam kerak. Sizga yaqin bilishchilik, tanishchilik foizini kamaytirib beraman. Kerak bo'lib qolsa. Mabodo. Kerak bo'lib qolsa, yana ham telefonlashamiz. Hop. Chiqinglar. Bo'l, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Onasi, akangga telefon qil, menga bir 300 ming so'm pul berib tursa, shahardan chiqarib yuborsin, borib olib kelaman. Ana kakras. Sunnat bank.
Yaxshimisiz? Qanday? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz Qanday? yaxshimi? Uni qarang, sal kech qolsam ketib bor ekansiz-da. Bey, qaynonangiz yaxshi ko'radi-da sizni. Ulguribman. Qaynonangiz yaxshi ko'radi sizni. Sog'ligingiz, ovozingiz. Shirali ovozchangizga ko'z tegmasin sizda. Rahmat. O'lsaydi siz gursullab sherga. Men qarang. Erga yo'l olasiz. Mana shu yaqinda bir mamlaqa bambukdan men asbob yasatmoqchi edim. Tormi, naymi? Nay. Xabaringiz bo'lsa. Nay yaxshi chiqadi. Ha. Shuni bittasi jo'natgan ekan, bittasi badarka qilib. Ha. Ana Ergash shu sindirib qo'ydi-da shu. Ya, u eskisinimi? Eskisini sindirib qo'ydi. Shunga diqqat bo'lib, ha, bitta yasatmoqchisiz. Instagramga qo'ydim, Alloh pugajiro ko'rib qolib, nima bo'ldi? Ha. Что это? Ana aytdim shunaqa desam, Rossiyan o'rmonlariga shaxsan o'zi borib, shaxsan o'zi qirqib, menga jo'natib yuboribdi. Shunga asbob tiklamoqchi edim. Endi shu gapingizga hozir meni ishondi deb o'ylaysizda. Biz qachon sizga yolg'on gapirganmiz? Ha, mana yolg'on gapirmagansizni isbotlab beraymi? Ha? Gapiring. Mana bu nima? Ha? 170 mi? 170 qolgan, ha? 170 qolgan emas. Qanday qolgan? Berilmagan. Bermagansiz bir so'm ham olishga olib. Ha, siz meni eshiting. Alla Pugachova, Instagram, internet. Uskukirikka olib kirib, har bitta aytgan ishingizdan minus qilaman degansiz-ku. Insofing bormi, Hofiz? Hozir Tolib aytdi-ku, kecha to'yda qistir zo'r bo'ldi deb. Bersa kerak dedi-ku. Shunaqa ham odam bo'lasanmi? Ha, men u qistir yaxshi bo'lgan bo'lsa, meni boshqa beradigan joylarim yo'qmi? Sostavimda juda ham ko'p odam ishlaydi. Insofingni yeganmisan, 170 ta ber. 7 oy bo'lib ketdi-ku. Sostavimda juda ham ko'p odam sostavimga ketyapti, hamma pul, hammasiga bitta tarqab chiqishim kerakmi ularga? Qachon berasan? Qachon beradi? Men qarab, bermasang sen bilan tegishli joyda gaplashamiz, aytib qo'yay. Men qarzimni uzog'i erta-indin 1 yildan keyin beraman. Nima deganing erta-indin 1 yildan keyin beraman? Uzab ketsa, uzog'i men qarab, bersang ber, bo'lmasa men yozaman. Tegishli joyda gaplashaman sen bilan. Endi Hofiz odam. Men charchadim, masalani orqadan yurmayman. Ha. Endi yozadigan bo'lsangiz, beraykan kuningni ayt menga. Beraykan kuningni ayt, bo'lmasa tegishli joyda gaplashamiz. Televizorda meni klipim ketyapti. Meni yaqinda mana to'ylarim juda ko'payib ketadi. Qachon? 32-Nevral. Va uni qara, bu fevral. 5 ta 170. Esingdan chiqmasin. Boyagi Alla Pugachova, boyagi internetingga, xotiningga, xotin bola chaqangga aytasan, tushundingmi? Sog' bo'l. Men sen pulingni yeb ketmaymanmi? 170 ming so'm. Bitta qo'shiq aytsam, bitta qismimda o'zidan tushadi. Voy, dadasi. Qandaysan, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bizlarda bolalar bilan choyxonamiz bor ekan, men ishga ketyapman, xo'pmi? Dadasi, sizga bitta gapim bor edi. Nima gap? Ayt. Ana u magazinda yangi palto kelgan ekan. Shuni olib berasizmi? Oyoq kiyim etinglar bilan. Ha, paltong yangi-ku, yaqinda olib berdim. Dadasi, bu yupqa-ku, qishga yupqalik qiladi. Undan ko'ra yangisidan olib bersangiz, hech qanaqa xarajatga ham tushmaysiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Men erchika ustasanda inasi. Bo'pti, ana, pul joyini bilasan-ku? Ha, bilaman. Puldan muammo yo'q inasi. Menga qarab, "P" desang bo'ldi, pul tayyor bo'ladi. Xo'p. P degan? P. Qar o'sha pul tayyor qildi. Xo'p bo'ladi. Bolalarni ham kiydir. Xo'p bo'ladi. Hammanglar kiyininglar. Puldan muammo yo'q inasi. Rahmat dadasi. Bor kir. Bo'pti, men choyxonada bo'laman. Dadasi, ziragam olsam maylimi? Inasi, sen bim. Voy. Ha, Ergash. Bor kir. Xo'p bo'ladi. Keling, Sunnatboy, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zingizdan so'rasak. Rahmat. Ko'rmaysizmi, oila tashvish deganday. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlikmas-da. Shu o'tmaganingizga o'zim kelaverdim. Tinchlikmi? Ha? Ya, tinchlikmas-da. Nima bo'ldi? Endi pulni berib oyoq bilan chopib yuramizmi orqadan? Hozir kelingiz ham mana shu temada urushib turdim o'zi. Bu temadan? Ha, uyda yegan non yo'q. Bolalar borki, kecha borki, bilasizmi? Jiyanlaringiz. Ha. Patalak sindirib, patalak deyoribdi. Yo'q, ana kichkinani otini temirtish qo'yganmiz. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Pastayani mixitda u. Ana qizimni otini Aboyxon qo'ygan. Ha. Uydagi aboylarni shilib yeydi. Shunchalik bo'lib ketdimi? O'ta urinib ketdik, Sunnatboy, qiynalib ketdik.
Dardimni kimga aytishimni ham bilmayman. Qiynalib ketdim. Ergashboy, mayli, men sizni tushundim. Sharoitingizni tushunayotirman, bilib turibman. Vaziyatni ham ko'rdim. Ko'rib turibsiz-ku mana. Ergashboy bu ko'rib turganingizdek spiska qo'l qo'ygansiz. Endi olgansiz-da. Ha, qo'yganmiz, beraman, bilasiz-ku. Men qarang Ergashboy, men sizni bilaman. Qo'shni aka, yon qo'shni, rahmat. Ergashboy, kunini ayting. Kunini? Ha. Dushanba kuni beraman. Ha? Qaysi dushanba, lekin ayta olmayman, shuni inobatga olasiz, bilasiz. Dushanba berasizlar. Dushanba kuni beraman. Ergashboy, o'zi siz bir mardda. Rahmat, shunchalik. Mahallada ham samana. Ha. Voy hofizam. Hammasi bitta inson turib olib, hayvonlar haqida gaplashmaylik. Ana to'g'ri. Insonlar haqida gaplashaylik. Men qarang Ergashboy, sharoit rostdan og'ir. O'ta og'ir. Odam bor, odamlarning naqshidir. Odamlar bor, hayvon undan yaxshidir deydi. Ay Ergashboy. Juda qiyin lekin. Qarab turing. Onasi o bolalarga qaragina, ana ahvolini qara. O daraxt tishlab yeyishini qarang. U daraxt, u qayt. Daraxt yeyapti. Ergashboy, buni olib qo'ying. Qo'yavermaysizmi? Buni olib qo'ying. Yo'qmi 5%. 5%. Yurakdan. Bolalar uchun. Chiyallar uchun. Rahmat. Ey! Ana qarang, keling. O'rikni yeyapti daraxt, qarang, Mayli, urushmang endi. Choyga o'tirmanlarni. Ha, Ergashboy, o'tasiz. Choyga o'tirmanlarni. Yo'q, ketamiz. Choyga kirmadlaringni. Yo'q, ketamiz. Choyga kiraylik, Ha, mayli Ergashboy, yuring. Choy bo'lsa ichamiz. Ergashboy. Devor yeyapmiz, choy nima qiladi uyda? Eshiklarni yopib qo'ymasam ozmonolar darvozani ham yeydi. Inatsi. Labbay dadasi. Labbay dadasi. Darvozadan qulab o'tirgan. Ha. Mana adol. Nima bu? Sunnat bank bor ekan, ochib qolmaymiz. Yangi ro'mollardan ham davay. Muammo bo'lishi mumkin emas. Shunday usta bo'lganimga faxrlanib ketaman. Qishloqda har kun har xil mashina mindim. Nasib qilsin o'ziga, nasib qilsin. Shunaqa mashinalar. Tolib bu yo'q ekan. Ha, nima gap? Yo'q ekan. Yo, bismillah. Ya. Qandaysan? Ha? Zo'rmisan? Yangi oldingmi? Klientniki. Ya. Sen balki meni ustimdan kardim kulurma, Talib. O'tgan safar yomon qilding. Apoma jo'ra. Men xafa bo'lganim yo'q-ki, endi mayli. Xafa emasmisan? Yo'q, qo'y mayli endi. Nima bo'lsa bo'ldi endi. Menga qara. Men o'z qidirib yurdim seni, to'g'risini ayt. Nimaga? Bilasan, hokim meni taniydi. Hokim. Ha? Hokim meni taniydi, bilasan. Men hokim bilan attashim borligini bilasanmi? Qo'y. Seni zarnigar balki sinfdoshing. Ha. O'sha seni yaxshi ko'rib qopti. Tintagini ko'rganmisan, xunukligini bilasanmi? U kimni qizligini bilasanmi? Kimni qizi? Hokimni qizi. Taming joydamiz yana. Hokim men bilan atlashinasi borki, Tolib? Qo'y, qaydan sen bilan atlashinasi bor? Hokim menga bunday qilganmi? Bunday qildi degani. O'tgan safar chaqirdi uyga. Hokim seni chaqirdimi? Chaqirdi. Qishlog'imizning hokimi-ya? Rayon hokim meni chaqirdi. Rayon. Mashinamni ko'rib bering dedi. Ha, nima deding? Keyin mashinani o'z yo'liga dedi. Bir piyola choy ichaylik dedi. Men aytdim, mayli dedim, ichsak ichaveramiz dedim. Keyin bir piyola choy ichdik-da, san dedi, qishloqdan bir dedi, otingni ham yaxshi bilmaykan u. Qarang, siznikini bilib, biznikini bilmas ekan. Tohirmi, Tolibmi? Ha, Tolib dedi. Shuni dedi, endi dedi, qizimni ishq tushibdi dedi. Qizimni gapi yurgan ekan dedi. Zarnigarga ya. Ha, men dedi, mayli dedi. Unga men mayta-paytam gapirmaganman, bilasanmi? Men dedi, mayli, endi farzandim baxti uchun hammasiga tayyorman dedi. Hokim aytdi, o'zimni o'tga yurishimni bilyapman dedi. Lekin farzandim baxti uchun dedi, o'tga ham tayyorman dedi. Tolib. Bilasanmi? Zarnigar, ha? Men kechga aytishim kerak hokim bo'yiga javobim. Nima deyay? Tolib, menga qara, agar sen Rayon hokimni uylansang, kamida Gazprom yanachanlik yo kamida bir bankka kredit отделiga boshliq bo'lishing mumkin. Men
Pullar ha? Ha, men aytishim kerak hokim boyga. To'g'ri. Mashinalar. Mashina bilmayman endi. Qishloqda hamma hurmat qilib menikini. Faqat menga qara. Faqat menga qara. Men seni kuyov jo'raman. Chunki hokim boy menga ishonadi faqat. Senga kuyov bo'lsang ham uncha ishonmaydi. Menga ishonadi hokim boy. Aldamayapsanmi? Menga sen aldab. Yo'qda ham bo'l tush. Qoch. Shoshma. Niye yo'q deysan? Men senga o'xshab bunday. Men senga o'xshab tolib. Men kazalmasman men. Men sharmanda qilib butun qishloqda. Bizamnikini o'zini qizi aytib turibdimi, sevarkanmi? Kechga men aytishim kerak hokim boyga. Nima dey? Bo'lmi? Yo'q, shoshma. Beshto. Qara, aldamayapsan, ha? Qara. Yo'masa sen bilan borib qizni ko'ramiz. Ha? Yo'qsa uylanaman. Men. Yo'qmasa ham otasini puli bor, ishga kirgizib qo'yadi, baribir uylanaman. Bu bir, lekin mana berib yubormaysan mashinani? Yo'q, men kiyaqlab berorsim kerak. Iltimos qil, bir qismini beramiz deb olib chiqamiz. Bo'l. Mashinada boraylik hokimga. Kechga aytaymi? Mashina. Men kechga aytaymi, uydanglar boraysin deb. O'zimiz borib qo'yaylik birinchi. Aldamayapsan-a? Yo'q, men nima qilaman? Bo'ldi, qarada. Biz ham katta odam bo'lib ketamiz. Tamam, boy. Aql jo'ra. Bo'l. Bo'pti. Bo'ldi, mayli, sog' bo'l. Rahmat jo'ra. Tolib, sen boysan. Bo'pti. Bermayman. Kech qolma. Berib yuborma buni yana. Bermayman. Sharmanda bo'lmay hokimni oldida. Hayda. Qayerga borsam hozir? Ketdim. Mashrab! Mashrab! Ha! Nima ha? Tushay ichingga donak pastga. Nima bu? Endi qichqirayotgan xorozlarga o'sha baqirishingni qara, yaxshimisan? Ha, ertalabdan chiqdik mana yig'im terim. Nima yig'im terim qilyapsan? Ha, qandaysan? Ishlaring yaxshimisan? Zo'r, xudoga shukr. Nima qilyapsan? Yaxshi, usta ketgan. Ha, qayerga? Toshkentga ketdi, o'ptini oshirgan. Muhabbat qanday bo'lyapti, muhabbat? Bermayapti, dadasi. Bermaydi. Ha, qanday ishlaring yaxshimi? Yaxshi, mana ko'ryapsan, chehradan ko'ryapsan. Hammasi zo'r. Ha, yaxshi. Zo'r, durust ko'rinishing ham yomon emas. Olibga kiruvdim. Ha, yig'im terimga. Endi mana spiskachani olib yuribmiz. Endi bilasiz, olgan narsani qaytarib berish kerak, jigar. Tak. Mashrab boy. Mana 120 ming so'm. Shuni mana olmasang nima qiladi? Yo, endi men qarada, bugun ertalabdan niyat qilib chiqqanman. Endi yangang urush qilyapti. Endi to'g'ri tushuninglar-da. Qo'l bilan berib, oyoq bilan yugurib yurmayman-ku. Tolib uni aytsa, senga kelsam bunday desang, ha bu qachon bu bunday? Ha bu berish kerak-da. 11 yil maktabda o'qidik, vijdoning yo'qmi? Yig'ish. Sinfdoshingman. Bitirganimizga 10 yil bo'lib ketdi. Nima bo'pti? O'qigan bo'lsak, sen u hayli u yoqda o'tirayding, men bu yoqda o'tiraydim. Ha, nima bo'pti shunga? Hozir olaygan paytam sinfdosh berdimmi? Berding. Sinfdosh bo'lsak qaytarib bering, sinfdosh. Qaytaring endi. Hozir imkoniyatim yo'q, ko'ryapsan, borini chorosga beryapman. Gul olib boryapman, hamma narsa olib boryapman. Sendan ham qarz olib bordim, ko'ryapsan. Yaxshi. Yo'qmi? Hozir yo'q, pul yo'q. Bo'lganda beraman. Yaxshi bo'ldi. Ustoz Toshkentga keladi. Malakasini oshirib, pul olib keladi, men senga beraman. Qarzim bo'ldi. Bo'ladimi? Men qarang sinfdosh, o'tgan safar esingizda bo'lsa, uchrashuvga chiqyapman. Boyaga nima bilan keluvdingiz? Saman bilan. Ota buvamdan qolgan bir nimachani beruvdik, konsulchani. Mana ustizdagi. Mana rahmat. Keyin yuribmiz. Postincha. Bitta. Nima gap? Tushunmadim. Yo, gap bor. Sinfdosh. Sinfdosh dedik-ku. Sinfdosh, men qarang. Endi 120 ni berasiz. Xo'sh. Keyin bu postinchani olasiz, haymi? Sinfdosh, hayding. Vijdoning yo'q ekan. Ya qanday? 11 yil birga o'qiganmiz, sinfdosh. O'shani aytaman. Mana 120 ni berasiz, postinni men qaytarib beraman. Men salladan charchadim. Pulni olasan, qaytarib berishni bilmaysan? Sog' bu. Tolibni ko'rsang ham aytib qo'y, kelib shu ishni qilib ketdi-da. Hofizni ko'rmadingmi? Yo'q. Hofizni o'zim gazini beraman. Bo'pti. Berardim. Berasan. Berardim.
Yomon pas ekansan bor-ku. Sinfdoshim bo'lsang ham pas ekansan. Ustoz malaka oshirishdan keyin hammasini to'lab o'zimda olaman-ku. Bo'pti. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xo'p, ketdik. Men qarang. Ha, kecha qayerdangiz mashina ketib bozorda. Ha. Bunday qildilar. Iya. Biz ham bunday qildik. Bunday qildilar. Bunday qildik, ketdilar. Kimdi Sharofat? Sharofat sizniki. Ana. Lekin nima bo'lsa ham borku. Ha. Qizni xafa qilmang. Ikkalamizni ham nima qilmasin? Yo. Oyog'im og'rib ketdi. Endi mashina o'g'ilcha tushlang endi. Ey, beriki. Chiqirgas, beriki. Qana yaxshimi? Yaxshimisiz? Nima ish qilyapsan? Ha, ketyapman, shu ishga ketyapman. Ishga. Ha, ishga ketyapman. Yo'q. Sağ Basing. Ha. Basing. Yetish. Basing. Ha. Endi mashina olgancha shuni minib turasiz. Palatga qo'ying. Eshagimni ulab kelay hech bo'lmasa. Bozor qilishga edi, farqli narsa o'rar ekan deb qo'llarim og'rib ketdi onajonisi. Ko'tarasizda, ichkiga bo'lganingizdan keyin. Yordam beraman. Bo'ldi, ko'p gapiravermang, nima balo, erkak kishimiz. Xohlagan narsa tallayverasiz. Charchab ketdim. Nimaga charchaysiz? Bilaman, endi. O'zi ikki dona charchab ketdim, boshqa charchamaymi onasi? Ey, Talib. Namni ko'tarish var. Qo'llarim og'rib ketdi. Keling, bozordan narsalar ovoradi. Nima qilsin? Ko'tarish varsin deyman. Nima deyapti? Hey! Ona siz boravering. Siz boring, kech qolmasdan. Kimligini bilasizmi? Odib Tolibda nima endi? Oddiy Tolib. Ya. Bunaqa Tolib bilan vaqt o'tdi. Ha? Tolib. Kimsan rayonda? Hop. Eng katta odamni kuyov bo'lyapti. Shunday. Nima deyapsiz ya? Bozor turklar kartochkani. Ani bo'ybaland Nig'matagamga kuyov bo'ptilar. Ha, mansab katta, mansabi katta. Mansab? Kim? Mana. Yo'q. Ha, nima? Assalomu alaykum, Tolib aka, yaxshimisiz? Assalom. Sizmisiz? Sindoshim bo'lgan xabaringiz bo'lsa. Sizga 4 kilo kartochka bilan 2 kilo piyoz berasiz, Tolibga. Gurzovoy bilan to'ktirib yuboraman. Ha. Shunaqa qilaymi? Kartochkani uyga olib hozir shunaqa qilaymi? Yo, qo'ying. To'ktiraymi? Yo, qo'ying. Havosim keldi. Kerak emas. Tolib aka. Ha. Hayotiy tajribadan maslahatni Maslahatni mendan olasiz, mendan. Eng asosiysi bor, xotinga bo'g'itni bermang yoki. Xotinga bo'g'it bermang. Xavotiramang. O'z bilan ko'taraverasiz hamma narsa. Jab bo'g'it beradigan emas xotin o'zi. Lekin bo'g'it bor-ku, bo'g'it. Hokimning qiziga bermaydi. Hokimga bermaysiz bo'ldi. Men qaynataga ber bo'lganman. Xotinga berish yo'q. Dadajonga bo'g'itni berganmiz. Yo'q. Lekin xotinjonga bermaymiz, xudo xolasa. Yaxshi. Nima qarang? Bizning birlikda ishlarimiz bor. Ikkita bunday og'ir yuk gaplashmaymiz biz unaqa. Katta ishlar aytdik bizga. Bo'l. Katta ishlar qilamiz biz. Bo'l. Yordam kerak bo'lsa chiqaverasiz, ana. Bo'l, Tolibga. Sog' bo'ling. Hokim qilyapti, yur. Endi boramiz, Bo'l. Yo. Bo'lardi. Alo. O'z qayerda bitta? Piyonista bo'lsa, hokimga kuyov bo'lib yuribdi. Men qachon shunaqa bo'larkan mana? Tolib. Kimsan rayonda? Hop. Eng katta odamni kuyov bo'lyapti. Shunday. Yo'q. Nima deyapsiz ya? Bozor turklar kartochkani. Ani bo'ybaland Nig'matagamga kuyov bo'ptilar. Ha, mansab katta, mansabi katta. Mansab? Kim? Mana. Yo'q. Ha, nima? Assalomu alaykum, Tolib aka, yaxshimisiz? Assalom. Sizmisiz? Sindoshim bo'lgan xabaringiz bo'lsa. Sizga 4 kilo kartochka bilan 2 kilo piyoz berasiz, Tolibga. Gurzovoy bilan to'ktirib yuboraman. Ha. Shunaqa qilaymi? Kartochkani uyga olib hozir shunaqa qilaymi? Yo, qo'ying. To'ktiraymi? Yo, qo'ying. Havosim keldi. Kerak emas. Tolib aka. Ha. Hayotiy tajribadan maslahatni mendan olasiz, mendan. Eng asosiysi bor, xotinga bo'g'itni bermang yoki. Xotinga bo'g'it bermang. Xavotiramang. O'z bilan ko'taraverasiz hamma narsa. Jab bo'g'it beradigan emas xotin o'zi. Lekin bo'g'it bor-ku, bo'g'it. Hokimning qiziga bermaydi. Hokimga bermaysiz bo'ldi. Men qaynataga ber bo'lganman. Xotinga berish yo'q. Dadajonga bo'g'itni berganmiz. Yo'q. Lekin xotinjonga bermaymiz, xudo xolasa. Yaxshi. Nima qarang? Bizning birlikda ishlarimiz bor. Ikkita bunday og'ir yuk gaplashmaymiz biz unaqa. Katta ishlar aytdik bizga. Bo'l. Katta ishlar qilamiz biz. Bo'l. Yordam kerak bo'lsa chiqaverasiz, ana. Bo'l, Tolibga. Sog' bo'ling. Hokim qilyapti, yur. Endi boramiz, Bo'l. Yo. Bo'lardi. Alo.
o'zi qayoqda bitta? Piyonista bo'lsa, hokimga kuyov bo'lib yuribdi. Men qachon shunaqa bo'larkan mana? Ha, endi bunday gapda. Ana gap rostmi-rostdan? Qaysi? Ana Tolibda ana aka-aka bo'layotgani? Shunday deb eshitdim, men ham bilmadim. Bir ish bor, shuni bitirish kerak-da. Nima ish bor? O'zim bilaman, o'zi bilan gaplashishim kerak. Uyda sharoit qanday? Ha? Uyda yaxshimi? Yaxshi, hammasi tinch. Shu ana ana kelyapti. Ana gaplashamiz. Hamma bilan Tolibmi? Shularda ozgina ishim bor edi. Mayli, gaplashamiz. Mayli. Sog' bo'l. Hayotni o'zgartirdim. Bir kunda salom qishloqi yalangoyoq bir tinga qimmat odamlar. Yo, assalomu alaykum Tolibjon. Makarena. Men bilan ko'rishing bilan keyin bilan ko'rishamiz. Yaxshimisiz? Tolibjon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Eshitdik. Juda ajoyib ishlar bo'lyapti. Bunaqa shov-shuvni eshitmagan odam ham garang odam hisoblanadi. Hey! Buni ko'rmaganlar ko'r bo'ladi. Shunay. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. 8 xil odamligi shu odam ma'lumda. O'tgan safar eshitib manga edi. Endi bu yoqqa aytalaysizlar. Kechirasiz. Siz sallanroqqa borib turalasizmi? Bu yoqda gapim bor edi. Bir deb pulimiz yo'q, lekin g'urur tog'dan baland. Ha, boring. Sabab shu. Ha, yo'q. Shu topdi. Endi bunday gapda Tolibjon. Biznes qilmoqchisiz, meni ilmni o'tishingiz kerak. Xavotir olma bo'ldi. Bunday gapda Tolibjon. O'z yaxshi yigitsiz. Men sizni hurmat qilaman. Qishloqda o'zingizga yarasha nomingiz bor. Mana. Tolib desa, men aytamanki, har qatda bo'ladigan yigit deyman. Shunaqa. Oldindan bilardim. Tolib bu hayotda g'olib. Qobiyani qarang. Endi bunday gapda Tolibga aytsam maylimi? Bemalol. Tiyib ketmaydimi? Yo'q. O'zi katta o'g'limdan 1-2 yosh kattasiz, lekin aka degim kelyapti. Aka desa degi insonsiz. Nima qilish kerak? Tolib, siz nima qilasiz bu qishloqda qolib? Nima qilay qolib? Men qarang. Bizneslar bor. Bormi? Bizneslar. Men qarang. Tolib, meni oldimga keling qaynotani olib. Planlar bor. Qaynota jiddiy. Men eshitdim, bilaman. Hokim sizni qaynotangiz bo'lar. To'g'rimi? Sekin gapiring. Hech kim bilmas, sekin aytim. Tolib. Bir chiroyli ish qilaylik. Biznesmi? Biznes. Qanaqa? Men ana chiplik. Itni ham qulog'i bor deyshadi. Meni bo'layapti, hokim deydilar. Ha, yo'q. Endi bu yoq o'z atrofingizni polni qaynotangiz itlari bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Men sizga bitta gap aytaymi? Men g'ayrat bilan g'anning tagiga suv qo'yaman-da. Yo'qotaman. Nimaga? Siz qaynotaga shunday aytsangiz, biroq. Xo'p. 0 balansda ikkalamizga bitta kichkina, katta emas, kichkinagina bu qilib bitta paxta zavodda bersa, bitta chiroyli firma ochib turib, klaster ham qilamiz. Bu yoqda firmaning ishlarini ham qilamiz. Rekonstruksiya qilamizmi zavodda? Ha, shuni kreditda beraman qaynota. Pul yaxshi keladimi? Ha, zo'r bo'ladi. Tolib, qachon men ertaga desangiz, ertaga, hozir desangiz, hozir men tayyorman. Saman, aka. Bunga ishonsa bo'ladimi? Boryapman. Samandarjon. Men hech narsa bo'lmaganda ketaman, buni o'zi hal. Ha, bo'ldi. Ish bor, hal qil. Labay. Endi bunday, menga qara. Bo'ldi. Men qara. O'zing bunday qilib labay deb shogird yashab olib. Men Tolib aka bilan gaplashdim. Hop. Biznes planlarda aytdim. Hop. Rozi. Qaynota bilan meni uchrashtiradi. Shu qishloqda klasterni men olaman. Seni buxgalter qo'laman. Bo'ldi. G'ani bilan g'ayratdagi suv qo'yamiz, 0 balansda bitta bino olamiz. Kelishdikmi? Hech kim bilmaydi. Senga ishonib men onalar haydaverayimmi? Toshdimi? Toshdi. Bo'ldi davay. Men qara aloqada bo'lib turgin, men seni qidirib yurmayin. Bo'la qol. Bo'pti yomasa, ko'rishamiz. Mayli. Tolibjon. Va'da. Tolibjon. Bo'ldi. Mayli, sog' bo'lsinlar. Omon bo'lingizlar joningizdan. Ha, bo'pti. Choyga o'tirmanlaringda. Ha, rahmat. Kelamiz. Mayli. Choyga o'tirmanlaringda. Choygami? Men senga emas, Tolibjonga aytdim. Toshdan ikkalasini chopasizmi? Chopaman. Sizga ham pushkin bir jahon ekanda, Libay nosini chopur ekansiz ikkalasini.
Choyga o'tirmanlaringda. Bo'ldi, ketdik biz endi. Mayli, boringizlar. Menga qara uka. Ko'cha-ko'yda o'tib ko'rganda biron marta yomon gapirganmanmi senga? Yo'q, rais bu. Dilingni xira qilganmanmi? Yo'q. Nimaga sen boshqalarning dilini xira qilib yuribsan? Menga qarang. Odamlarga pul berar ekansan, foizini olar ekansan. Menga har qay odam telefon qilishdi, yozishdi. Bu qanaqasi? Kim aytdi rais bu shu gapni? Yetganlarni hammasini bitta yozib berayim senga. Hammasi kelib ketdi shu yerga. Telefon bo'ldimi tepadan? Bo'ldi. Nima deyapti? Foizga pul berar ekan dedi. Siz endi meni chaqirtirib, beqa, xonangizga endi nima demoqchisiz? Bizda faoliyatga nuqta qo'ymoqchimisiz? Endi nuqta qo'ymasak bo'lmaydi. Ana, ko'rdingizmi? Ha, majbur bo'laman tegishli joylarga yetishga. Rais bo'y, qo'lda bunday qilib, ha o'zizcha. Men qarang. Oldin 5 ga nuqta qo'ying. 5 esingizdan chiqib ketdimi? Telefon qildim men. Etta boraman dedim rais bo. Amma chaqirtirganingizga rais bo boyagi 5 ta beray ekanmi desam, rais bo. Siz yo'qmoqchimisiz? Ukam. Men bermayman deb Etdimmi? Beraman dedingiz. Beraman. Vaqtini aytmayapsiz-ku. Endi vaqti kelsa uni ukam beraman. Yo, rais bo, berishingizni bilaman. Mana bu telefonmi? Bu jing'illaydimi? Jing'illaydi. Nimaga ko'tarmaysiz? Haylo, gena oshda rais bo desam, chapaqirib o'tib ketib boryapsiz. Endi o'zingizdan ko'rmagandirman. Endi o'zingizdan o'z, yo'q, yo'q, meni chaqirtirib bankingni yopaman deysiz. Rais bo, o'zimni hurmatim bo'lmasa-mi, bu 5 ta hurmati bor-ku rais bo, unday qilmaylar-ku. Bo'lmasam-chi, gap bundoq. Jimgina. Mahalladagilar bilmasdan jimgina ishlagin. Rais bo, yo sen birontaga ovoza qildingmi? Yo'q. Birontaga pul bergan payting bironta ko'rdimi? Buni ko'rish shart emas. Odamlar bilar ekan hammasi. Hammasi gapiryapti. Hammasini og'zini yopib qo'yganman. Hammasini qarzi bor rais bo berganman. O'zini boyagi bolasi uchun, ro'zg'or uchun berganman. Bo'lmasa rais bo, menga ham nima kerak-ku? Endi menga bergan pulingni hadeb qistamagin. Men xijolat bo'laman. Tushundingmi? Rais bo, qistamayman. Hadeb qistamagin. Qistamayman. Men yozib qo'yganman. Familiyani yozib qo'yganman. Shundan qarzim bor deb. Sunnat bankdan. Sunnatullohdan 5000 olganman deb yozib qo'yganman. Agar shundoq bo'lsa, meni jahlimni chiqarsang, familiyani shart o'chirib tashlayman. Yo, rais bo. Tushundingmi? Eshitdingmi? Eshitdim. Shuni beraman. Bo'ldi rais bo. Shuni olasan. Bo'ldi. 5 tacha. Mana 5. O'sha gap. Bo'ldi. 10 qilib qaytarar. Bo'ldi. Mana 5. Yaxshi. Oldingmi? Ko'rdingmi? Rais bo bermaydi, rais bo allaydi. Yo'q, aldamayman. Rais bo, sog' bo'ling. Rahmat rais bo. Bu ching'illasa ko'tarib turing, rais bo. Ko'taraman. Mayli rais bo, sog' bo'ling. Hop. Ey yasha. Hozir 5 berdi bu. Ko'rdingmi? Uyingga sovchi bordim. Shu safar so'zimizdan chiqdim, ko'rdingmi? Mendan kaskamdan kam uchraydim. Mard bolalar qolmagan qishloqda. Bir deganda o'rtirib qo'yaman. Dadam bilan ham bir deganda shunday borib keldik. Brad Pitt bilan ofitsiant. Bor, sen nariga borib. Mashamjon. Shu bilan yomon sevishsizda. Shu kishi uylanmoqchisi, to'g'rimi? Bilasiz-ku usta. Nimaga qarang? Bunga uylansangiz, to'yga bir 50 million xarajat qilasiz. Lekin apani yuzlari bir 150 million xarajat qilasiz-da. Shunay. Necha yildan beri yuribsiz? 4 yil bo'ldi, uni haqoratlamang. Haqoratlamang. 4 yil umr. 4 yil. O'tdi hijronda. Mana qarang, men onam bilan otamam buncha gaplashmagan. 4 yil. Yomon hazillashasiz usta. Ben mana eshitdingizmi? Kimga giyoh bo'lyapti? Yo'q. Kimga giyoh bo'layotganini eshitdingizmi? Kimga? Mahallani bir urvillik odamga giyoh bo'lyapti bu. Kim urvilli odam? Hokim bu ya. Rosti. Ya. Emas-ku, mana qarang. Uylansa odam shunaqa odamni qiziga uylanishi kerak. Buni qiziga cheris kimdir qarasa chiroyli ko'rinadi. Chiroyli bo'lib ketadi, Bu yoqqa
cher salon ham qarasa bo'lmaydi-da. Mana men degan yuz masterlari, mana men degan boy grimyor, Gollywood grimyorlari bu kishini odam qilib berolmaydi-da. Men sizga aytsam. Hamma qarang. Rustam hokimni qiziga uylanyapti. Ya. Obbo. To'y o'tasizlar. Yaqinda to'y o'tasizlar. Akam rayonda emas, tumanda emas, viloyatda to'y qilib beryaptilar. Moshin qilib berasizlar menga. Shahar, moshin padarga qo'yamiz. Gap yo'q, rahmat. Shunday beramiz. Rahmat. Hozir yuribmiz qishloqda. Lekin bu yoqda Nemedlinni uzvoring arana. Shunday. Atlashinani. Atlashini O'zimiz topib beramiz. Ota-onamni yuborib qo'ydim-ku. Obbo, menga qarang. Hali ishlar to'g'ri. Endi xotin bo'lish kerak. Lekin xotin bilan bir yoqqa kirib borsa, odam uyalmasligi ham kerak ozgina. Katta joylarga, Ketiga. Bu yoqqa borasiz ham, siz ham kuningiz o'zingizga yarasha. Nima qilasiz buni? Sekingina gullab turgan tomirchasiga bolta uring. Bo'l ketdik. Sudni davom ettiring. Lekin baxtli bo'ling. Rosa maqtadimi? Rosa maqtadi. Shu Polvinning gapi to'g'ri keladi shekilli. Yur, baxtli bo'lamiz, yur. Xo'p. Ya, mashrabam tip-top ichibdi-da. Bu odam bo'lmaydi bular. Bu qishloqda hali katta o'zgarishlar qilamiz, Tolibjon. Shunday qilish kerak. Mana qarang. Shu mana qishloqdan bir mini market, minikam. Bir gipermarketmi qursa qanday bo'ladi? Bo'ladi. Rossa qishloqqa kerak. Samandar gipermarket qilamiz. Tolib. Menchi. Yaxshimi? Qandaysiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bank beraman. Sirazi kelavermanglar, beraman. Rahmat. Eshitdik. Yaxshi. Teshik quloq eshitdi. Hamma bitta gap bo'lsa bizni qishloqda hamma eshitadi, lekin haligini beraman sunnat. Tolibboy, Ayni mayda shuyda narsa endi uzib tashlasa ham uyatda endi. Amandarboy, kakras o'shani aytishga keluvdi. Tolibboy. O'sha boya qarz bor-ku. Jigarjonim, jigarim. Sinfdosh bo'lgan-ku biza. Parallel bo'lsa ham o'qiganmiz-da. Shunay. Kechdim. Moray bo'lsin. 50-70 ming puldan kechib moray bo'lsin demaydi. Moray bo'lsin kirmaydi. Kechsangiz bilan ikki olgidan keching, optimaga keching, o'shanda moray bo'lsin bo'ladi. Shunda moray bo'lsin bo'ladi. Bu kim bu? Bu kim bu? Kim bu o'zi bu? Ha, bu ko'tarilib ketdi bu. O'sha kim? Sababchi kim? Aytsin mana o'zi. Yo'q o'zi. Odam sababchi. Keching, shu boladan keching pulidan. Endi ikkovlarisini oldiga kelgan sababi shuda. Birdan qizishmaylar-da. Yuringlar yo'l-yo'lakka hangima qilamiz. Endi bu qishloqda mini market qursam kichkina bo'lib qoladi. Kichkina. Bitta giper qurmoqchiman. Quring. Quring. Tolibboy. Sizga yarashadi. Tolibjonni sharobatlari bilan bo'lyaptilar. Nomi nima nomi? Samandar gipermarket. Ana. Tolibjon direktor. Ko'rdingizmi? Yarashadi. Direktor Tolib bo'ladi. Yarashadi Tolibboy. Biz ham quramizmi deyapman hozir. Voy qizlar. No amaki boru. O'sha ham rassa yurib ketibdi, eshitdinglarmi? Voy shu holiga yurib ketibdi. Bir kun bunisini olib keladi, bir kun unisini olib keladi. Tayini yo'q. Voy tavba. Xotini achab qilibdi tashib ketib. To'ppa to'g'ri. Voy, sizni nima eringiz haydab yuboribdi deb eshitdim? Haydab yubordilar. Kim sababchi deng? Sizni eringiz sababchilar. Voy, meni erimga nima qilibdi? Nima qildi? Eringiz qayradilar, oxiri bitta choy solmaganimga onamnikiga haydab yubordilar. Voy. Yana o'zlari kelib olib ketib restoranlarga olib bordilar. Shu erim shunday charchatdi, meni shunday charchatdi. Mengina o'lib yeguli kim-a? Dubaydan Guli deganini topibdi, rostmi shu? Meni rost o'zimamchi 2 marta gaplashayotganini ko'rdim. Ha, jonim, qalaysan, yaxshimisan? Men ham ko'rdim. Gaplashayotgan ekan. Yaqinda boraman dedi. Tashab ketsin, nima qilasiz? Tashab ketsin, nima qilasiz? qilasiz? Og'zingizdan chiqib yoqangizga yopishkur. Nimaga unaqa deysiz? Ersiz nima qilaman? Ha, eringizni urganingizdan keyin shunaqa bo'ladi-da, boshqasini topib qoladi. Voy, meni erim shunaqa qilsa. Qarab gapiring. Xuddi ko'rib qo'ygandek. Urgan bo'lsam,
hech kimga ko'rsatmasdan urganman, o'zim bilaman. Ha, siz qo'yarmidingiz? Er meniki. Xohlagan ishimni qilaman. Ha. Siz erischi, siz eris. Ha, ishda g'iybatchi? Voy, nima deganingiz bu? Nima deganingiz aytib beraman. Bor ishingizni qiling. Menga kir, bolalarga qarash. Bor qarang. Ana to'yda artist raqqosani ko'tarib yurgansizmi? Ollasam ko'taraman, ollasam ko'taraman. Avval o'zini bilsin. Bo'ldi, o'zingiz bilasiz. To'xtang, siz eringiz ketib qolibdi deb eshitdim. Hayot teskarida. Oldin xotinlar ketardi, hozir erlar ketyapti. Ketsa ketursin. Qaytib keladi yana. Muncha unaqa g'alati bo'lib qolgansiz-a? Uyingizga ketganingizdan beri, a? Meniki ham ketib qolgan. Nima endi? Menga tekizyapsizmi? Kelinim senga gapiraman, qizim sen eshit deb. Yo teskarisi nima? Ha, bo'pti. Ketdik, marasa sovib ketdim qo'shnilar. To'xtang, sizni eringiz hali yana ketib qolsa-chi Dubayga. Xudo biladi. Ehtiyot qiling. Demang, qo'shni. Unaqa demang. Hali ketsin. O'zim bilaman nima qilishni. Bo'pti, men ketdim, ishlarimni qilaman. Bo'pti, qo'shni. Sog' bo'ling. Hali ko'rsataman men senga. Mana qo'shiqlar ortida meni uyaltirganing uchun shunday urmasammi? Alo. Adresingizga tushuntiryapman-ku. Qodir akani bog'iga ko'chdik hozir. Katta yo'lga. Ha, katta ko'chada biz. Ha, Ergash, qalaysan? O'sha kelaveringlar. Keldingmi? Tinchlikmi? O'pishdi nima? Birovni bog'iga ko'chirdilaring, ha? Men qara, tol qaynota shexdan o'tar ekan-ku. Yengil eshitmadingmi? Eshitdim, men gaplashdim u bilan. Yo'q-e? Menda bir zo'r yangilik bor. Nima yangilik? Nima? Ey. Agar Tolib akani qiziga uylansa, xo'sh, bu to'yga kimlar keladi? Kattalar keladi. Katta rayonda oldi insonlar keladimi? Agar shu to'yni bizlar organizatsiya qilsak, qanday bo'ladi? Kallangi qoyil. Qolganlarni ham biz o'tkazamizmi? Shu bilan biz o'pshi kattalar, rayonda eng kattalar boylar to'yga kim kiradi? Biz kiramiz. Bizlar kiramiz. Kimga qilyapsan? Ozodbek Nazarbekovga. O'chiribdir. Shashilmi? Oldin ana ular bilan kelishish kerak. Nima bilan? Ha, oldin Tolib rozi bo'ladimi, yo'qmi shuni bilish kerak. Ko'chib o'tdik bo'lmasa ko'chib. Berdi, buzib, berdi, shuni Charochi bunday qilamiz. O'tiring. Bu bog'ni buzib, buzamizda bu yerda displey quramiz. O'tiring. O'tiring. Ana. O'tiring. Sani. Bu yoqda. Chachimislar. Mana aytinglar. Ishi yomonlik xotirjamlik bo'lsin. Rayonda bir yaxshi insonni qiziga uylanyapsiz ekan. Avvalo baxti bo'ling. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Tabrik eshitishga vaqt yo'q. Endi bunday gapda biz ketamiz, tamom. Shu to'yni hop bizlar organizatsiya qilsak. Ana bir aqli, ey, shunday odamni kuyovi Toshkentdan odam chaqirmay sizlar aytadi. Men bitta gap aytaymi? Toshkentliklar falon pulga kelami? Kelar. Ey, shuni o'rniga bizlar o'zimiz rasxat qilib, o'zimiz rasxat qilamiz. Ha, uchalamiz. Bundan keyin bizga falon pul degan narsa yo'q. Bir tim narsa. Mo'liqma, eshitgin. Men qara, ku. Degan deyapti meni bu. Jiyan deydi. Buni jiyandimi? Jiyan deysiz. Kuyo bo'lyapsiz, eshittiring. Men qarang, bitta narsada sizni to'yingizga 100 million ketar ekan, hisobladik biz hozir. Bizlar 100 million ishlatdimi? 100 million ketdi. 100 million. Yo'q, faqat kredit oformit qilamiz. Mayli. Sen nomingga olamiz. Kredit olamiz. Sen nima? Shu yaqinimizdan kredit olib berolmaysanmi? Sen nomingga olamiz. Berolmaysanmi? To'y o'tgandan keyin Xudoni o'zi, qaynotani o'zi bir kunda to'lab oladi. Men bilan kamma deyman-da ozgina. To'ydan keyin bular Sochiga boraman desachi. Bu ham to'g'ri, 150 qilar. Sochi buni yoqda-ku, ha? Ha, hatya bu Dubayga borishdi. Dubay 200 million qilar. 200 million qilar. O'tir. Endi bor ichki kishi ketmasa, oilaviy ketsa. Ana. Ha, 5 kishi. Ha, unda 250 million olamiz. Endi menga qara. Bular chiroyli to'yni o'tkazdi. To'ylarda sarpalar bo'ldi. Dubayda dam oldi.
qaytib kelib aeroportdan pishkom kelaman. Mana 350 qilak, bitta yangi Nexia uchaman. Yo'q, 400 qilib bitta Gentralik rahbarni kuyov. Nexiyada yuraman. Yurish kerak bular. To'g'ri bo'ladigan bo'lsa 500 million qil. Qora bo'lsin. Ber pasportni ber. Bitta pasportlarni, ey! Dubayga bo'ldimi? Dubaygami? Siz familiyangni ayt. Bularga uy ham olish kerak. To'xtang. Saman. Men bitta pasport bilan 300 million ayamayman bu uchun. Rosa nima kerak islom? Nima kerak islom? Aralashma. Yes, sen meni baxtli bo'lishimni xohlamayapsanmi sen? Men baxtli bo'lishni xohlayapman. Kabinetda bir chiqib tur. Ko'rib turaman bu yoqda. Surpriz qilmoqchimiz. Narxonaga chiqib tur. Narxonaga. Surpriz qilmoqchimiz. Sen nima unaqa qilyapsan ey? Hozir kuyov uchun. Menga qara. Menga qaranglar. Sizlar nima pastava qilmoqchisizlar? Nimaga pastava qilasiz? Men buni qarshi solganman. Bunga hech qanaqa rayga zapaygazam yo'q. O'tgan safar 300 million allagan uchun men qarshi solganman buni. Buni bir tini yo'q buni. Yo'qmi? Nima qilamiz? Akbobal quramizmi? O'ylayapman. Bank kursi qalay bo'larkin deyapman hozir. Ko'ryapman. Ish qilamizmi? Bunday qilamiz. O'zim nomiga olaylik kreditni. O'zim nomiga kiritib olamizda. Bunday qilamiz bo'lsa. Sen menga qarang, bunaqa narsalarni menga aytib qo'ygan. Qancha sirlarimiz ochilib ketib qoldi hozir. Hozir bunday qilamiz. Rossiyani aldadim 300 million deb. 300 ni buni nomiga oformit qilamizda, shu bilan Tolib bilan xayrlashamiz. Tolibga qarang bu yoqqa. Nima chaqir? Qara. Teleofga. Tolibjon. Hey, bir Tolib Burxonovich. Tolib Burxonovich, bir taklif bilan chiqdik. Keling. Ras siz Raygaz hokimining qiziga uylanyapsizmi? Ha. 300 million kredit siz nomingizga olsak, qaynataysiz. Bechora kuyovim kambag'al ekan. Xohlasa ham to'laydi. Xohlamasa ham to'laydi. Bechora kuyovim kambag'al ekanda, kredit olib to'y qilibdi deb degan maqsadda 300 million emas, bo'lsa kuyovga bo'lsin deb 600 million shotni sizga ko'chirib beradilar. Endi kuyov bo'la bankdan qarz qilishyapti. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. 5 millionni bu nomiga olamiz. To'ppa-to'g'ri. Kafolatni bu yoq qishim yo'q. Yaxshi ko'r. Necha to'laydi? Shuni 550 million Kafolat. Kafolat jiddiy narsa. Arzon bor u mana. Kafolat jiddiy narsa emas. Jiddiy emas. Prosta qo'l qo'yasan. Prosta qo'l qo'yasan bo'ldi. Men u yoqqa aralashmaysiz. Ala bankmi? Gulyan chaqirib yuboring. Ha, привет Gulyan. Ha, sizlarda qanchada kredit chiqadi? Bir kunda? Ha, 500 qayda? 500 million. 550 million. Ana uyini qo'yib turasan kafolatga. Ha, uyini qo'yib turasa hech narsa qilmaydi. To'laydi. Hamma to'laydi. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Ha, bor. Qarang. Buni bo'lagan 550 qilib yuboring. Tolib aka minnatdorman. 550 qilib yuboring. G'ili 550 qilamiz. 550 qilmaymiz. 509 sayda. 509 million. Alo. Men qara, bunday qilamiz ha. Dokumentlarni olib boramiz. Через notarius erta kechgacha olamiz ha. Ya bizga plastik kerakmiz, naqd olamiz. Qarashi. Bo'ldi, yuringlar. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Buni uyini qo'yamizda, buni nomiga olamiz. Tolib kafolat bo'ladi. Menga qarang, to'xtab turinglar. Men nomiga olamiz. Zaloyni ham qo'yadi. Kafolatni ham qo'yadi. Lekin javob sen berasan. Javob sen berasan. Javob beraman. Senlik bu qiz bilan urushib qolma. Mabodo aytib qo'y. Bo'ldi. Qarasha. Bersa bo'ldi-da. Qani yuringlar. Ko'payib ketyapti. Yuringlar. Berdi bo'l akbabar qilamiz, yuringlar. To'ylar muborak Tolibjon. To'ylar muborak. Zarari yo'q. Zarari yo'q. Zo'r bo'ldi. Gap yo'q. Yopaylik bo'ldi, ketdik. Telefonlar. Bitta stulni olmaylikmi? Birov o'g'irlab ketsa nima qilamiz? Qani olinglar, kechirasizlar endi. Stulni olinglar. Oling. Ana kuyov bilan oling. Dokumentlar qilib erta oling, ofis yopib tashim bilan. Aniq zarari yo'q lekin. Senga bir tillik zarari yo'q. Zarari yo'q. Yo'g'a Umuman zarari yo'q. Yur. Bitta dabdala bo'lmasin o'ylamay. Bayram bo'lasan, Tolib. Baribir ishonmayapman-da, lekin bor ertaga nimadir bu meni so'rab baliq tosh tekisasan-ku, akulaga. Mana tiq degan qayerdasan bo'ladi. Hozir olib do'sti. Senga shunaqa dedimi? Shunaqa. Sen nima dedingmi? Bilasanmi nima degan? Qurbaqaga o'xshab bo'ldi degan. Baliq uchun bu juda haqorat. Ko'tarilmaydi. Baliq shunday shop yiqiladi.
Ajrashsammikan deyapman-da. Kimga uylanasan? Regazda gulga uylanaman. Ha, uni hozir men bilan gaplashadi-ku. Sen bilan gaplashishni faqat men bilaman-ku. O'shanda mana qilib ichiga urasiz. Qorni katta, qorniga bitta urasiz. Ha? Urib qochib dedi. So'q bo'lmaydi, issiq bo'ladi. Sen baxtli ur, ba'liq ishib o'tiraver. Wi-Fi'ing zo'r bo'pti degan. Wi-Fi'ing zo'r bo'pti. Nimaga buni stol bu yoqqa qo'ydik? U ochilgandan keyin. Sher berib o'ldiradi. Men qarang, uni yirtish kerak. Yirtish kerak o'tiradi-ku. Brat, bekor cho'mga qilyapsiz uzundan. Kalta oling mayli, brat. Yirtish tipa. Chil turadi deydi-ku, ana. Chil qilinadi bo'ldi. Layga. Shuni yirtish tipa o'tir. Meni ana uyimdagi oshxonamga o'xshayman. Sen uyingda oshxona prosta tepada qamishlar turibdi. Sen eshitding, qizil pasport menda bor hozir, rayonda bitta menda bor. Men boraman bu deydi. Qizil pasport sening ana solig'ing. Qizil pasport, eshitmaydi, qizil pasport berganmi senga? Sariqmi? Nima desam? Bitta qulog'ing eshitmaydi, qizil pasport berganmi? Yana nima desam? Nima desam? Ha, bitta qulog'ing eshitmaydi deb qizil pasport berganmi? Hop, men kim aytmay qulog'im qardi senga?